Tatsuno Kuchi, Yosulla va Posulla. Başta aytib o'tganimdek, biz turayotgan maktab egiz bir do'ngga joylashgan edi. Bu do'ngni tog' deyishkimi bo'ladi. Qaraganda bu maktab qarag'ay bilan qoplangan bu tog'liq kentning daraxt o'smagan taqir bir yo'tisiga planlangan bo'lsa kerak. Chunki Yaponiyada binolar unumsiz yerlarga planlab selinadi ekan. Qadamiy mahallalar, uylar, qabristonlar, ibodatxonalar ajdodlarning yordamisi sifatida saqlanib qoladi ekan. Bizga o'xshash urib chiqib tuzilib etmaydi ekan. O'qitish binosi, tajribaxonalar va yotoq binolari bir-biri bilan ko'tirma qilib selingan koridorlar orqali tutashtirilgan edi. Tog' jirolari ko'tirma koridorning ostida shu peti so'zirib yotadi. Ko'lring chaqchuq yepishtirilgan egiz bino yop-yeshil qarag'ayliq tog' orasida cho'qchiyib ko'rinadi. Zamonaviylikdan derak beradigan maktab binosi atrofidagi tabiat bilan mumkin qadar ab o'tishga tirishgan edi. Binolarning cho'rasiga sun'iy ahyo qilingan daraxtlar bo'ronlarning hujumiga qarshi holda yog'och bilan qasholinib puxtalangan edi. Bu daraxtlar noit tezda oynayotgandek ko'rinadi. Yova kokatlar bino atrofidagi yo'talarda ko'tirma koridor ostidagi jirolarda egiz o'sib ketadi. Vaqti kelganda cho'p o'rish mashinasi bilan qirqiladi. Hamma qarag'ay va yeshil kokatlar bilan qoplangan bo'g'ashqimi burningizga o'simliklarning namxush hidi urilib turadi. Üçüncü nomerlik yotiqimiz birinci qavatda edi. Balkonga chiqib sirtqa qarasangiz, yiroqdagi shalliqning u tarafidagi qarg'ayliq tog' monument deb ko'rinadi. To'la kitob ko'rib ko'zim talganda balkonga chiqib yiroqdagi ashu qarg'ayliq tog'ga qarayman. Qarg'aylarga qarag'animcha nazarimni o'rmonning ichkarisiga, o'rmonning u tarafidagi noma'lum joylarga singdirib o'taman. Yana hayol o'tmay o'zimga qaytib kelamanda balkonda ekanligimni bilaman. Qayoqdandir kelgan shamol tenimga urilganda biroz ozodlashib qolgandek his qilaman. Balkonning osti tarafidagi gullar va yova giyohlar larsan shamolda mayin irg'onglaganda tabiat baxsh etgan bu xolis manzaradan tasalli tepib qolaman. Dengizning bo'yi bo'g'ashqimikin bu yerning havosi nihoyatda dimiq edi. Diğer vaqtiga yaqin qolganda sport oyog'imni kiyib yugurgili chiqaman. Bu yerda mening ishlarimga ta'sir yetkazadigan boshqa biri bo'lmag'achqa, kundalik turmushim radlik va planliq edi. Hamma ishlarim plan bo'yicha yurishi biladi. Maktabning u tarafida Okuchi deyiladigan bir mahalla bo'lib, mahallaning beshida 200 mo atrofida shalliq bor edi. Shalliqning qop o'tirisidan yiroqdan so'zilib kelgan bir tosh o'stan kesib o'tadi. O'stanning suyi nihoyat suzuk edi. Shalliqdan sizib chiqqan suvlar 1-2 metr tövanda o'stanga chiqarib qo'yilgan suvyav naychilar orqali o'stanga quyilib turadi ekan. O'stangni bo'ylab ketgan tor asfalt yo'lda 2 pikap bemalol yondishib o'talaydi. Bu yerning etizlarining bo'yidagi tor yo'llarning hammasi asfalt edi. Dehqonlar etiz bo'yiga mashinalar bilan kelishadi. Men shalliqning cho'rasidagi asfalt yo'lda yuguratdim. Menga o'xshash yuguradiganlardan anda-munda uchrab qoladi. Gepidan ularning junguliq ekanligini bilatdim. Shalliqni bo'ylab yugurib etib, yapon dehqonlar bilan uchrashib qoldim. Ular bilan ro'baro uchrashib qolganda menga salom berishadi. Menmo "Konnichiwa" deb salom berib o'tib ketdim. Bu tinchlikmi degan ma'noda edi.
Shalliqni bo'ylab 1-2 oylangacha chiliq-chiliq tarlab ketatdim. Men mo'jindoq tarlashni yaxshi ko'raman. Ter badanimdan quyilib oqsa, ter tomchilarim maydamni bo'ylab sirg'ib g'idiqlasa hozirlanib ketaman. Badanimdan kelgan ochiq ter hidini havaslanib purab ketaman. Mening nazarimda har kishi harakat orqali terlanib turishi, ojizlikdan terlaydigan holga tushib qolmasligi kerak edi. Men chiliq-chiliq terga cho'milib turib, put-qo'llarimni kerib, ballarimni qayirib, putlarimni bo'shliqqa etib harakat ishlayman. O'stangdagi suvning shir-shir ovozi, qarg'ayliqdan chiqayotgan yenik shav-shuv ovozlar o'zimning tabiatning quchiqida ekanligimni esimga soladi. Cheniqish oxirlashgandan keyin maktabning yana bir tarafidagi oliy texnika markazining kaynidagi chimliqqa berib xiyol surib o'tiraman. Oliy texnika markazining bir tarafida yana bir chimliq maydon bo'lib, har kuni mujindoq chog'da Vyetnamlik o'quvchilar futbol o'ynaydi. Ularning shodiyona cho'qqan surallari xiyolimni bo'lib tashlab, bu yerda meni yangi bir xiyollarga giribtor qiladi. Bu maktabda Jongolik o'quvchilar bilan Vyetnamlik o'quvchilar boshqa ellardan kelgan o'quvchilarga qaraganda ko'p edi. Jongolik o'quvchilar bekorchilarda, zavodlarda, magazinlarda yoki bo'lkixonalarda ishlab, turmushining kam-ko'si yerlarini to'liqlashga tirishadi yoki amal qilib Amerika, Kanada, Avstraliya degandek atalmish jannatlarga ketib berishning qo'yida bo'lishadi. İmkoniyat bo'lsa chet elda turib qelish, imkoniyat bo'lmasa davlatiga qaytish go'yo jongolik o'quvchilarning o'rtaq qiblanomasi edi. Shunga to'plashib o'ynayotgan jongoliklarni ko'rish ancha oson emas edi. Ular o'qish va tirikchilik orasidagi nomratlik keltirib chiqargan uzun musofaning oralig'ida qatrab mushaqqat chekadi. Vyetnamliklar doim to'plashib yurgachga ular menga nihoyat o'm ko'rinadi. Ular pakar va diqmoq kelishadi. İkisi bir yerga kelsalar ona tilida so'zlashadi. Ular chimliq maydonda to'p tepishganlarida o'z ona tilida cho'qon ko'tarishib, bu yot elning osmonini beshiga kiyishadi. Lekin mening ona tilimda gaplashadigan ayolimdan boshqa iriqlishim yo'q edi. Hozir men ona tilimda xiyol surishga haqliq edim. Men turgan chimliq amaliyotda bir do'ng edi. Chimliq do'ngga va cho'ng yo'lga yomishib ketgan kichik asfalt sayli yo'llari bilan bo'lib tashlangan edi. Yılan bağrı yo'llar gah giralishib, gah ayriladi. Ba'zi yerlarda yarma toshlardan palampay yasalgan edi. Har bir faslda o'z husnini ayrim-ayrim ko'rsatadigan daraxtlar, yo'l qasnig'idagi turli gullar chimliqni dilrabo ko'rsatdi. Palampaydagi yarma toshlarning orasidan chiqqan ko'katlarning ba'zilari chechak echib, o'ziga xos hid chachadi. Chimliqning o'ttirlariga atay qo'yib qo'yilgan yo'g'on xoda toshlar har xil rangda bo'lib, chimliqning tabiiyligini oshirish rolini o'ynagan edi. Yaponlarning bog'cha madaniyati alohida nafs edi. Garchi bu chimliqni tujuplab qurib chiqilgan bog'cha degili bo'lmasa-mu, o'zining pokizligi, ozodaligi bilan kishiga orom bag'ishlaydi. Bunchalik pokiz, timtoz chimliqni Urumchidek markaziy shaharlardan topqilib bo'lmaydi. Chimliqning eng egiz yerida o'ltirib yiroqlarga nazar solatdim. Shu jarayonda badanimdagi tarlama asta-asta qurishga boshlaydi. Chimliq odamsizdagidek bo'lib, go'yo men bu yerning yagona bir saylichisi edim. Yiroqlardagi tosh yo'llardagi mashinalar aldirash Yaponiya jamiyatining kayfiyatini esimga sep qo'yadi. Quyosh g'arbi ufqqa borgan sari yaqinlashadi. Yiqilli qarg'ayliqdagi allaqandoq hasharotlarning chirildoshlari dimiq havoning taftini texima oshirib etgandek tuyuladi. Yiroqdagi etizlar dimiq havoning taftida qaynab lo'mildayotgandek, ba'zida hosirab jim yetavog'andek ko'rinadi. Yiqilli yerdagi Komatsu aerodromiga qarasam, paslayotgan aeroplanlar oldimdagi qarg'ayliq tog'ning kayniga g'oyib bo'lganligi ko'rinadi. Ba'zida aeroplan o'ltirishga tayyorlik qilayotgan qizil quyoshning udolig'i kelib, go'zal bir badiiy manzara hosil qiladi. Har bir manzara diqqatimni tortmay qolmaydi. Bu mening tabiat va atrofimdagi hodisalar bilan bo'lgan bir turlik so'zlashish shaklim edi. Tabiat bilan ikki bir tilda suhbat qurish
begonalar uchun aytganda ma'naviy hayotning bir xil shakli. Men cho'ramdagi har bir manzaradan o'zimni ko'raman. O'zim bilan o'zim sirdishaman. Ko'z oldimdagi har bir shay'i mening ruhimdan rang oladi. Osman zemindinmi kang manzara. Chimliqda o'ngdisiga yetib poyonsiz osmonni tomosha qilish har bir dala sayohatimda men yaxshi ko'radigan ishlarning biri. Yaponiyaning osmoni Tangritog'ning osmonidan farqlanmaydigandek qiladi. O'xshashli ko'k edi, o'xshashli oq bulutlar uzib yuratdi. Lekin zemindagi ishlarda tasavvur yetkisiz farqlar bor edi. Mening nazarim bulutlarning kaynidagi ko'k osmonga, hatto osmonning sirtiga parvoz qilib o'rlaydi. Ko'zim talganda, ko'zimni ching yumib, boyiqi bepoyon osmonni ko'zimga taqab hazm qilatdim. Osmon asta-asta erib, tomirimdagi qip-qizil qonlarga o'zlashib ketadi. Bir qush osmonning qa'rida uzib o'tib ketdi. O o'zining manzilini topalagan qush edi. So'ng uning harakati shuncha chaqqan. Lekin men manzilimni izlayotgan odam edim. So'nga kallam tutuq, badanim ig'ir edi. Badanimdagi ter quriganda o'rnimdan turib chimliqdagi yo'llarni aralayman. Chimliqning u tarafi cho'ng yo'lga tutishadi. Chimliqning cho'ng yo'lga tutashgan yerida bir hojatxona bor edi. Hojatxonaning cho'ng yo'l tarafdagi yoqisida kichik bir mashina to'xtatish maydoni bor edi. Hojat qistigan shoferlar mashinasini ashu maydonda to'xtatib bir atal sigaret chekishga ulguradi. Men ashu hojatxonaga kirib yuz ko'zlarimni yuyatdim. Bu bir xilvat yezidagi hojatxona. Lekin u bugungi Yaponiyaning tozalikqa yuksak e'tibor bilan qaraydigan hojatxona madaniyatini aks ettirib beradi. Hojatxonaning o'g'zisi piramida shaklida edi. Hojatxona eshigining oldida tomchiroq. Eshikdan kirishingiz bilanla er va ayol hojatxonalarini ko'rasiz. Burningizga hargizmi sesiq puroq puramaydi. Hojatxonaning kichik tarat ko'lchiki chinidek yaltirab turadi. Ko'zga cheliqqudek dog'mi yo'q. Cho'ng tarat o'rni ayrim xonalangan bo'lib, tozalik qog'ozi hamisha tal edi. U yerga kimlardir o'qib bo'lgan tez sizma rasmlik jurnallarni qo'yib qo'ygan bo'ladi. Demak, hojatxonada kitob o'qib o'ltirib qoladiganlarmi bo'ladi ekan. Agar bu yerda chiroyingizni purishtiradigan puroq bo'lsa, kitob o'qib o'ltirg'ili bo'lmas edi. Hojatxonaning qo'l yuydigan yerini bir girimxona deyishga bo'ladi. Oldingizda pokiz tosh aynak, suv o'qirining cho'risi sutrang marmar tosh. Qo'lingizni sunsingizlar, avtomatik jumakdan suv tushadi. Jumakning yenida suyuq sopun. Mana bu bir chat yezidagi hojatxona. Tozalik aslahalarining pat-pat saplanib turganiga qaraganda, bu yerda maxsus mulozimat qiladigan odam bor. Lekin men bundoq odamni bir haqiqatni uchirtib boqmadim. G'arbliklar hojatxonani kichikkina madaniyat muzeyi deb qaraydi. Uyg'urlar bo'lsa orombaxsh rohatxona deb qaraydi. Shaharlardagi o'ltiraq uylar hojatxonasi va ommaviy hojatxonalardan Uyg'urlar hojatxona madaniyatini ko'rgili bo'lmaydi. Chunki ular Uyg'urcha madaniyat asosidagi qurilishlardan emas. Uyg'ur hojatxona madaniyatini yezilardan ko'rgili bo'ladi. Uyg'urlar hojatxonani o'zi o'ltirayotgan uydan xeyli yiroqqa joylashtirdi.
Hojatxona ko'chadan, suv bo'yidan, mevelik daraxtlardan, tomoqxonalardan yiroqqa selinishi kerak. Uyg'urlar mevelik daraxtlarning ostiga, suv bo'ylariga, ko'cha bo'ylariga cho'ng kichik tarat qilishni nihoyat ig'ir oladi. Unda qilsa yomon bo'ladi deb aqidaga opirib taqaydi. Uyg'urlarning yomon bo'ladi degan so'zi nihoyat keng hayot va muhit ekologiyasi ma'nosiga ega. Uyg'urlarning oila aram qurilishlarida hashamat yo'q bo'lib, tabiatga bo'lgan moyillik va beqindilik kuchli ifodalanadi. Esil tabiatlik Uyg'urlar hargizmi udul kelgan yerga tarat qilmaydi. Qalaymaqon tarat qilish asli tabiatini yo'qotgan shahar sayoqlarining ishi. Uyg'urlar tarat sindirish jarayonining intayin xoli, daxlisiz bo'lishini xohlaydi. Bu jarayondagi har xil ovozlarni boshqalarning anglab kelishiga ko'zi yetgan Uyg'urlar nihoyat bearam bo'ladi. Imkon qadar xilvat yerga ketishni o'ylaydi. Yezida yashagan Uyg'urlar shahardagi tuqqanlarning uyiga dal mushunda hojatxonaning xolilik masalasi tufayli ko'nmaydi. Uyg'urlar oila a'zolari o'ttirisidagi padishapni saqlashga qaltis e'tibor beradi. Sirtqi madaniyatning hokim mutlaqligi sababidan Uyg'urlar o'zlarining axloq madaniyatini sistemalik darslik shakliga keltirolmay, texicha oiladagi pand nasihat shaklida davomlashtiryapti. Muntizimlik va sistemasi bo'lmagan bunday tarbiya shakli shalg'ut madaniyat muhitlarida o'zining rolini degandek ko'ztanmayapti. Yezidagi Uyg'urlar cho'ng kichik taratdan keyin tarat ustiga katman bilan yumshoq at to'pini sepadi. Bu badbo'y puroqlarning tarqilishining oldini olish, chivillarning qo'nib atrofdagi mevalarni bulg'ishining oldini olish uchun bo'ladi. Ko'tirma qilib silingan hojatxonalarning oldi tarafiga ko'ni tag'ar yoki mishkaplar melangzi qilib tortib qo'yiladi. Bumi nazardan xolilik uchun bo'ladi. Bir chaqlarda bir do'stimdan mundaq bir gapni anglagan edim. Birining qandoq millatni madaniyatlik millat degili bo'ladi degan savoliga mundaq javob bergan ekan. Agar bir millatning oshxonasi, hojatxonasi va fohishxonalari pokiz bo'lsa, shuni madaniyatlik millat deb hisoblasang bo'ladi. Bu javobdan nemining halol, nemining harom ekanligi haqidagi javobni hargizmi topqila bo'lmaydi. Amaliyotda bugungi nurg'un jamiyatlardagi harom halol masalasi ilohiy qonun bo'yicha emas, insonlar o'zi tuzgan qonun bo'yicha ayriladigan bo'lib ketdi. Faoliyat va af'ollaridan harom halollik hukmini ko'tarib etgan avom bir-birini yavitishdanmi tab tortmaydigan bo'lib ketadi. Yuqorqi javobda faqat tozaliqli o'lcham qilingan bo'lib, har holda kishilar asonla e'tiborsiz qaraydigan shu uch tarafning pokiz bo'lishi, jamiyatning boshqa ochiq oshkora sohalaridagi muhit tozaliqining olli-burun yaxshi ekanligidan bishorat beradi. Jungoliklar, Yaponlar va Koreyalar degan kitobning avtori Koreyan millatidan chiqqan yozuvchi Jin Wenshu apandi Sharqi Osiyodagi yuqorqi 3 millatning hojatxonasi haqida to'xtalib kelib mundoq yozadi. Yaponlarning uylarining hojatxonasi qiz hujrasiga o'xshab ketadi. U yerga xushbiroq bo'yimlar qo'yilib qolmay, yana xuddi hunar san'at ko'rgazmasiga o'xshash har xil gullar va yaproqlar zinnat qilib qo'yiladi. Yaponlar hojatxonasini xuddi yotoq uyini bezagandek ko'ngil qo'yib bezaydi. U yana Yaponiyaning ommaviy hojatxonalarining oldiga har xil tashtaklik gullarning tizib qo'yiladiganligini alohida eskartib o'tgan. Bizning shaharlarimizdagi hojatxonalarning hammasi haqli hojatxonalar bo'lib, shikdan kirishingiz bilan badbo'y puroqlar burningizga go'pildab uriladi. Kichik tarat ko'lchaklari qizg'ish tozaliq qog'ozi bilan to'shib, qog'ozlar suydiklarga chilishib bo'tqaga aylanib ketadi. O'r turib siyishayotganlar suydikning boshqalarga chochirishi bilan hisoblashmaydi. Cho'ng tarat o'qurlaridagi g'aldag'ashlar zo'mchiyib ketgan. Qo'yib berilgan suvning kuchi ularni surib haydashga yetmagan. Ko'lchaklik hojatxonalarda o'ltirganlarmi o'zining tozaligini o'zi qilib chiqib ketmay, boshqalarga meros qoldiradi. Keyingi hojat qilguvchilar bu yaldamalarni tozalab etib ondan o'ltirishi kerak. Biz xizmatlardami ishning qiyinlarini boshqalarga qoldirib qo'yamiz. Bunda qilganda o'zimizning qanchalik tez ishlarni ustimizga og'irligimizni boshqalarga tonutib qo'ya olamiz. Bizga boshqalarning o'ngishsizliklari hozir beradi. Mana bu bizning odamiyligimizdagi murakkab ko'rinishlarning oddiy yip uchi.
Ba'zi hojatxonalarda qo'l yuyay desangiz suv yo'q bo'lib chiqadi. Haqliq mulozimat qilayotgan hojatxonalarning mushundoq bo'lishi tozalik omilining muhitda emas, qalbda ekanligini ko'rsatadi. Oldi bilan qalb pokiz bo'lishi kerak. Shu chaqda muhitmi tabiiy holda pokiz bo'ladi. Shaharlarimizdagi restoranlarda bir vaqtda 500 dan 1000 ga qadar mehmon uzatqili bo'ladi. Lekin shuncha cho'ng restoranning faqat bir vaqtda 5-6 kishi o'ltira oladigan hojatxonasi bor bo'lgan bo'ladi. Uningda qog'oz, sopun degandek narsalarni topqilib bo'lmaydi. Shafaq tog'dagi qarg'aylarning uchilarida, maktab binosining tom va derizlarida oxirgi julasini ko'rsatganda, yotoqqa qaytamanda, yotiqimdagi munchida yuyinaman. İlman su badanimga takkanda, huzurlanqinimdan qaysidir bir vatandishimning pokizlik yerim hurlik degan so'zini aslab qoldim. Su badanimdagi horg'inlikni asta-asta eqitib ketadi. Shuning bilan badanim va ruhim tangli yeniklab qoladi. Yugurish, chimliqni aylanib tar quritish, yotoqqa qaytib kelib yuyinish bu mening har kuni kashqurundagi odatimga aylanib ketdi. İnsanның yaşaş muhiti sap, tazılıqı ravan bolsa, özünü dunyoga nisbatan mehmondek his qiladi. Yaponiyaning pokiz, güzel muhiti, mukammal tazılık sharoiti, musofir ko'nglimni ovundiradigan muhim omillardan edi. Yaponlar tazılıqqa shundoq ahamiyat beradi ekanki, badani oz to'la bo'lganishga nisbatan favqulodda sezgurkan. Aytishlarga qaraganda bahar oylari yetib kelib gullar xushbiroq chashqanda, gul changlari ularning dimoqlariga reaksiya qilib ketadi ekan. Shuning bilan ular maska taqib yurishga majbur bo'ladi ekan. Odatda yaponlarning yuyinmaydigan kuni bo'lmaydi ekan. Yaponiyada munchsiz uymi bo'lmaydi ekan. Yaponlarda uying oshxonasiz bo'lsa mayli, lekin munchsiz bo'lmasin degan maqolning borligini bir gazetdan ko'rganman. Bir odamga bir uyning bo'lishi insonning shaxsiyatini nazarga oladigan jamiyatning normal holda o'ylanadigan bir taraf. Biz turayotgan maktabdami har bir o'quvchiga ayrim yotoq berilgan bo'lib, o'quvchilarga muncha, kir alg'u degan narsalar yetarlik edi. Yaponlar kashda ishdan yongandan keyin dush munchida badanini chayqaydi ekan. Ondan vannadagi issiq suvga cho'milib horduqini chiqaradi ekan. Bir vannada bir oilaning a'zolari cho'ngdan kichik qarab navbat bo'yicha hordiq chiqaradi ekan. Vannaning suyini eqitib etmay kir alg'uga qajalab kir yuvganda ishlatadi ekan. Mana bu suv eng ko'p davlatdagi xalqning suvga bo'lgan qimmat qarashi edi. Ba'zida ota-o'g'illar, ona qizlar bir vannada o'ltiraveradi ekan. Bundaq vaqtda ular pardashapning bo'lishini o'ylab ketishmaydi ekan. Ular ish kiyimining pokizligiga intayin ahamiyat beradi ekan. Vannadan chiqishi bilanla ish kiyimlarini almashtirib uxlaydi ekan. Biri bugun tunugunki kiyimi bilan ishga borsa, kishilar uni sirtda tunab qoladigan axloqsiz odam o'xshaydi deb o'ylaydi ekan. Yaponlar odatda o'ylaganlarini boshqalarga chandurib ketmaydi. Shundaqdimi har bir odam boshqalarning nazaridagi o'ziga bak e'tibor bilan qaraydi ekan. Shunga har kuni imkon qadar butkul tosh kiyimini yoki tosh kiyimlarining biror qismini almashtirib ishga boradi ekan. Hech bo'lmaganda shiblet, ko'nglak yoki galostik degandek narsalarda o'zgarish bo'lishi lozim ekan. Qarasangiz yapon ayollarining qo'lining terisi ancha suzik emas. Barmoqlarimiz yumron ham siliq emas. Ba'zi ayollarning barmoqlari xeyli qo'pol. Qo'ldagi alomat qo'l egasining nima ish qiladiganligidan derak beradi. Odatda yapon ayollarining qo'li suvdan chiqmaydi. Men bu atrofdagi uylarning balkonlariga qarab baqdim. Balkonlarda yeyilgan kirlarni hamma kuni ko'gili bo'ladi. Yuyilgan ish kiyimlarining oqligi sizda rohat baxsh tuyg'ularni qo'zg'aydi. Men bu texi yaponlarning uyining ichini ko'rib baqmadim. Ayolimning deyishicha, yaponlarning o'choq beshida ishlatadigan lotalarimi yangi og'indagidek oppoq bo'ladi ekan. Bu lotalar ko'p ishlatilib, tutilib ketdi ekanki, lekin shu qadar oppoq. Yaponlarning hammasi oq yoki oqqa moyil suzuk ish kiyimlarini yoqtiramdikin, buni bilmadim. Ish qilib, men uchratgan balkonlardagi ish kiyimlarining hammasi degidek oq rangda edi. Meningcha ish kiyimlarining oq bo'lishi bizning pokizlik ehtiyojimizga toza muvofiq keladi. Chunki oq rang
kir va maynatchilikni sig'dirolmaydi. U o'zidagi kir va dog'larni shu hamolla chanduradi. Bizning uni o'z vaqtida yuyib turishimizga haydakchilik qiladi. Tosh kiyimning pokiz bo'lishi o'zing uchun sharaf, boshqalar uchun marhamat. Bir tushkun odam sening pokiz ust-boshlaringni ko'rsa, uning turmushga nisbatan mehri ulg'ayib qolishi mumkin. Ish kiyimning pokiz bo'lishi o'zing uchun himmat, hayot uchun qimmat. Haqiqiy pokiz insonning pokiz tabiati uning eng oldirash chog'lardagi eng oddiy kiyinishlarida tipik aks etadi. Haqiqiy pokiz ayol o'zining kiyadigan kiyimlarini riyo uchun tanlamaydi, balki hayo uchun tanlaydi. Uning ish kiyimlarimi o'zi uchun sihat, eri uchun iffat. Bu gaplar Yapon ayollaridagi pokizlikdan qavmim ayollariga nisbatan uyg'ongan samimiy tilaklarim. Biz Yaponiya ayollaridagi pokizlikni o'zimizning xos qimmat qarashimiz va o'rtaq aqidamiz bilan beyitib ham yuksaltirib qabul qilishimiz kerak. Taqvo xalqda bo'lishga tegishli go'zallik, odatdagi go'zallikka qaraganda ko'p ustun turadi. Yapon ayollari afzal qolay turmush sharoitidami o'zining oiladagi ishchiligini tashlamagan edi. Ular shuncha inchga murakkab oshxona aslahalarini har qitimda yuyib, editliq o'rinlashtirib turadi ekan. Men shuningga ishonamanki, xos va ommaviy tozalikni, yuksak sezgur muhit qarashini Yaponlardek umumlashtirgan millat yo'q bo'lsa kerak. O'zini qaltis chog'lashmi jahon ko'maganlikning alomati. Bizning kishilarimiz siyosiy, jug'rofiyaviy bekinmalikdan saqit bo'lib, jahonga o'z ko'zi bilan nazar tashlaydigan bo'lsa, boshqalardan o'rganishga tegishli narsalarning nihoyat ko'p ekanligini amaliy to'nib yetgan bo'ladi. Havo favqulodda isib ketgan kunlarda yugurmay atrofdagi kantlarni piyoda mengib orlaydim. Balkim bundaq chog'dagi masofam 4-5 kilometrdan oshsa kerak. Bir kuni maktabning oyoq tarafidagi o'quvchi mahallasini aylandim. Tash yo'lni bo'ylab ozroq mingandan keyin u yerga bog'ilib bo'ladi. U yerdagi uylar yaponcha uslubda 2-3 qavat qilib selingan edi. Har bir uyning maxsus mashina to'xtatadigan lampalik maydoni bo'lib, maydonda 2-3 ton mashina bor edi. Bu mashinalar bizning amaldorlarimiz va puldorlarimiz cho'ng biladigan mashinalarning dal o'zi. Bu mashinalar mening ko'z oldimda o'zining shu qadar qimmatli ekanligini bilmagandek, ishik havoning chat bir yezisidagi dehqon qorosida davrangsiz holda turadi. Bizning odamlarimizni g'urur, insof bobidagi ikkilanishga, hatto yuz o'rishga sog'an bir to'p jamoatning manfaatini poyandoz qilishga kuch kiritgan mashina degan bu narsa cho'ng va o'rta darajalik amaldorlarning so'lati, ushoq amaldorlarning bosh uradigan buti. Mashina bizda saltanat, baxt, saodat, so'lat va surhaybining simvoli. U fursatparast puldorlarning yo'l xati yoki ishrat surishdagi qonati. Lekin mashinaning bo'lishi, bo'libmi bir dehqon qorosida bo'lishi ko'z oldimdagi reallikning o'zida tamoman normal ish edi. Kishilar o'zining mashinasi bordakmi his qilib ketmaydi yoki ular o'zining mashinasi bor kishilar ekanligini bilmay qolgan edi. Balkim ular dunyoda menay desa eshiki yo'q odamlarning borlig'ini bilsa, o'zining mashinasining borlig'idan faxrlanibmi qolar. Mashinalarni ko'rganimda mashinaga munosabatlik ba'zi kechirmishlarim esimga kelmay qolmaydi. Kichik vaqtlarimda Qashqar shahridagi tuqqanimizning uyiga onam ikkimiz piyoda borardik. Yurtim Bashkiram bilan Qashqar shahrining oraliqi taxminan 15 kilometr keladi. Ba'zida men yo'l yurishga chidamay qolardim. Yo'ldagi ushliq tashlab putlarimga petib ketadi. Ozroq qoqishsam, onam yo'l yoqasidagi bir soyini tepib, meni birdam orama uzatdi. Ozroq vaqt o'tgandan keyin yana mang'atdik. Shu chaqlarda menga harabasi yoki eshikka bor yo'lovchilar katta boylardek tuyuladi. Balaliqim yalon oyoq yo'l yurish bilan o'tdi. Asta-asta cho'ng bo'ldim. O'qidim, xizmatga chiqdim. Taqdir xizmatimning Urumchida bo'lishini belgiladi. 4 yil bo'ytoq o'tib, o'ylanib oldim. Qashqarda yolg'iz qolgan onamni yenimga akilib oldim.
Onamni bir yerlarga opirishga to'g'ri kelsa, ommaviy avtobuslarga chiqishga to'g'ri keladi. Avtobus bekatlari uyimizdan xeyli yiroq bo'lg'ishqa, bekatga onamni mangdirib ib chiqatdim. Bir umr kooperatsiyaning e'tizida qop ko'tirib holidan ketgan, hayotida tuzuk rohat ko'rmagan jabakash onam amdilikda yo'l yursa qiynaladigan bo'lib qolgan edi. U mezgillarda ayol ikkimizning maoshi yana bir oyga aran olishadi. Qo'rqmay taksi to'sqidek jur'at yo'q edi. Onam oqsoqlab menib bekatga boradi. Onamni qistan avtobusga chiqarib tushirish uni ashaddiy qiynash bilan barobar edi. Mashina o'zining qandoq narsa ekanligini ashundoq vaqtlarda menga rosa tetitdi. Bir qitim onamni Nurvog'dagi tuqqunimizning uyiga ep mangdim. Nurliq ko'chasidagi piyodalar yo'lida onamni yetilab ketib berib, Bug'da mehmonxonasining oldiga kelganda, yaltirab turgan bir qora pikap oldimizga kelib to'xtadi. Pikapdan bir xanzo yigit beshini chiqarib, mashinaga chiqavag'in dedi. Men bu ushtumtut siyli rahimga darhol inkos qaytaramay mangdab qoldim va esimni yig'ib onamni pikapga chiqardim. Qayerga borasizlar? deb so'radi shofir yigit. Nurvog' tarafga o'tmoqchi edik, dedim men qo'rinib turib. Pikap Qiziltog' bekitiga kelganda men shofirning qandoq bo'lib shafqat qilg'usi kelganligini so'radim. Meningmi bir qeyri onam bor, umi bek tasti yo'l yuradi, dedi u javoban. Rahmat, dedim men uningga takallub qilib. Xanzo yigit bizni tuqqunimizning ishga oldiga akirib qo'ydi. Shu yigitning simosi 10 necha yildan beri esimdan ko'tarilib ketmadi. Urumchi tajriba o'tir maktabida o'qituvchilik qilayotgan chog'larim edi. 2 nafar Qashqarlik xizmatdoshim bilan ta'til qilib yurtga mangmoqchi bo'ldik. Maktab mudiriga yuktoqlarimizning ko'pligini aytib edik. U bizning Bolkvoy atiganda sizlarni yo'lovchilar bekitiga olib qo'ysin dedi. Biz atiganda shofirning eshigini qoqdik. Shofir bizning 10 necha yoshlar atrofida cho'ng bir Uyg'ur odam edi. U bizga eransizlik bilan qarab, "Mashinaning mayi yo'q, olib qo'yolmayman" dedi. "Maktab mudiri sizga aytmaganmi?" dedim men. "Mashinaning mayi yo'q" dedi u yana. Biz ko'nglimiz pashvo yegan holda qaytdik. Yuktoqlarimizni ko'tarishib, ming taslikda mingib ommaviy qatnash bekatiga bordik. Uzun yo'lliq bekatga ko'cha avtobusi orqali bordik. Uzun yo'lliq avtobus qo'zg'alay deb turibdi ekan. Shofir qaqshab yurib yuktoqlarimizni avtobusga joylashtirdi. Taqdir degan qiziq. Shu ish bo'lgan yili kash kuzda mundoq bir qismatni ko'rdik. Tun nisbi edi. Boytaqlar yotoq binosining 2-chi qavatidagi bir ig'izliq yotoqda 4 boytaq yigit qattiq uxlayotgan edik. To'satdan eshigimiz qattiq urildi. Biz esangirab o'rnimizdan turib eshikni ochdik. Bu so'g'i oldida biz do'naydigan bir peshqadam o'qituvchi turadi. Chatoq bo'ldi. Maktabimizning shofiri dastiyanmay, hech nimani sezmagan holda yotdi, dedi u. Nim bo'pti ekan? Men bilmadim. Shamol tegdimi yoki boshqa sabab bormi? Ayoli meni uyg'otdi. Mashinaga selishga kuchimiz yetmadi. Shu topda ular pastda qoldi. Darhol doktorxonaga opamisak bo'lmaydi. Yuringlar fikrlarim. Ko'z oldimga shofirning bizga qilgan takabburona muomalasi keldi. Bu ishni bizni o'yg'otgan o'qituvchiga bir tagab qo'ydim. Umu inson bo'lgandan keyin qilganinglarni bila. Bo'linglar fikrlarim. Men tushkach turay. Urumchining kash kuzining sovuqi jondan o'tadi. Biz qalin kiyinib pastga tushdik. Shofirning ayoli heliqi o'qituvchi bizga qarab turgan ekan. Biz prezident zambilda ko'zini poqirtib noiloj yotgan shofirni dast ko'tarib qora mashinaga joylashtirdik. Doktorxonaga berish beringlar fikrlarim. U yerdami tushiradigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Yotoqdoshlar bir-birimizga qarab qo'ydik. Oxir mashinaga chiqib, qilin yotqanga purkinib yotgan shofirning yenida turdik. Mashina qo'zg'aldi. Kash ko'zining nashtardek shamili yuz ko'zlarimizni chimdashqa boshladi. Tumshiqlarimizni chapanning yoqisida yo'g'ib oldik. Mashina oxir harbiy rayon bosh doktorxonasining jiddiy qutqizish bo'limining oldida to'xtadi. Biz bemorni avaylab tushirib qutqizish bo'limiga akirdik.
Uni yotoqqa ep bo'lgandan keyin heliqi qora mashina bilan yotoqimizga qaytdik. Orada bir oy o'tgandi. Biz heliqi shofirning saqiyib chiqib maktab qorosida mengib yurganini ko'rdik. Hatto bir qancha qitim do'qirishdik. U shofirdan bizga aqalli bir salommi yo'q bo'ldi. Shuningdan keyin biz uning yeshi bizdan cho'ng bo'lsa-mu, texi odam bo'lish layoqatiga to'shmaganligini tushundik. Uning shu holatini o'ylasam, hozirmi ichim og'riydi. Shuncha yoshga kiribmi, boshqalardan kelgan Rahimning nimaligini, uningga qandoq javob berish kerakligini uqmabdi. Yeshi va muskullari taraqqiy qilibdi, lekin aqli taraqqiy qilmabdi. Bu bir xil meyiblik emasmi? Bir kuni Do'nko'rikdagi Milliy Malla savdo saroyining oldidan cho'ng yo'lga o'tay deb turatdim. Bir mashina meni yonpash turtib bir 2 qadam dojitibdi. Qarasam ko'nirab ketgan bir oq pikapgan. Ichida chochlarini pokizi qirdirib etgan semiz go'sh yuz bir Uyg'ur o'ltiradi. "Qarab mangsangiz bo'lmamdi?" dedim men uningga. "Seningmi ko'zing bordi?" dedi u. "Sening ko'zingni kayningga bog'lab qo'yganmidi? Bu degan yo'l emas, magazinning oldi. Seningmi mashinang bo'lsa shunday qayda? Sen mashinada o'ltirganlarning hammasini odam deb qaramsan. Sen oldi bilan velosipeddan birini elib, ondan bu gapni da. Mani ko'rdim. Sen mushu mashinada o'ltirgicha iching ses bo'pti." Yoshlikning tunji qadamlarida hamisha yo'l qo'yaverishga g'ururim unamagan bo'lsa kerak, biz tutishib qolg'ala tas qoldik. Ikki odamning oraga tushishi bilan to'xtab qoldik. "Bu mushu do'qmishning askisi, siz tang bo'lolmaysiz", dedi menga biraylan past ovozda. "Siz bu yerdan keting." Men yo'lning qarshi tarafidagi avtobus bekitiga o'tib avtobusga chiqdim. Burun biri guna o'tkazib xaloyiq uni tosh bo'ron qildi. Tosh chalmalar tekkanda u g'ing qilmabdi. Uning bir tuqqan akisi chopinining mezini yulib elib, faqat shartini qilib qo'yish uchunla iynasiga qartib etibdi. U shu chaqdala "Voyjon" deb tashlabdi. Keyin kishilar uningdan so'rabdi. "Tosh chalma tekkanda g'ing qilmading. Akang chopinining mezini etib qo'ysa voyjon deb ketding. Bu qanday gap?" Yotning otgan teshidan bir tuqqan qarindoshning otgan mezi qattiq tegdi ekan. Yotning teshi tenimga tegdi. Qarindishimning mezi yuragimga tegdi. Yotning nashtari sana muqarrarlik bo'lib tuyuladi. Qarindoshning zarbasi hamisha ushtum tutliq bo'lib tuyuladi. Chunki biz hamisha noqul holda qonqili cho'qinib, ongni nazardan soqit qilib qo'yamiz. Amaliyotda ongdoshlik bo'lmasa, qondoshlikdan eng zo'r xavf yetadi. 15-asrda o'tgan atoqliq astronom va matematik Mavraun Nahr hukmdori Temuriylar zodasi Mirza Ulug'bek fitnachilarning kushkurtishi bilan dal o'zining o'g'li Abdulatif tarafidan o'ldirildi. Ro'shanki, aqida birligi bo'lmagan qondoshlikdan shum bo'yi unadi. Hayotimda mashinaga munosabatli hikoyalar xeyli ko'p. Hammasida odamlarimizning mashinaga cho'qinishidan yetilgan takabburlikning jarohatlari bor. Odamlarimizning mashinani qanchalik cho'ng biladiganligini ularning mashinaning oldida qetib o'ltirishlaridan osonlik ko'ra olasiz. Ular bu vaqtda o'zlarini taxtiravondagi manju amaldoridek boshqalarni taxtiravon oldida bosh egib turgan arzimas puhrolardek his qiladi. Odamlarimizning o'zini mashinadan mustasno holda baholashiga texib oldir. Zaytom suvoq tutmagandek, sapasiz odam og'iz to'la puldorlikni o'ziga yarashtirolmaydi. O'quvchi mahallasidagi dehqonlarning mashinalari o'zining qarindoshlarining Uyg'ur mahallalaridagi sehriy kuchini hargiz bilmaydi. Bir mahallaga mashina kelsa, bizning bolalarimiz jollanib cho'qin ko'tarishib ketadi. Mashinalarning qadami eng chat sahroga pat-pat yetib turadigan mushu kundami, u bir qiziqarli narsa.
xuddi g'arbi diyorining yepak, qoshdeshi va dori darmaklari tong hollarini shodlantirib, ularning turmush yo'sullariga ta'sir ko'rsatgandek, mashina bugungi g'arbi diyorining eng g'arbidagi qishloqlarda odamlarimizning qimmat qarashini o'zgartmoqda. O ko'chaga bog'ichi bo'lgan yo'lning ikki qasniqida gullar echilib ketgan edi. O ko'cha mahallasining ishchimi gul edi. Kishilar ishga oldida gul o'stirgan bo'lib, har bir uyning oldi-keynida kichikkina bog'ichi bor edi. Bu hol ili Uyg'urlarning gullik o'yinlarini esimga soldi. Lekin o ko'cha mahallasi bizning mahallalarimizga nisbatan ziyoda tinch edi. Turibli odamning bu o'ylarda odam yo'qmidi degisi keladi. Uyg'urlarning o'yinlari bu qadar pokiz va ratlik bo'lmasa-mu, odamlarning varang-churunglari qo'lim qo'shnilarning kirib chiqishlari bilan ovotlashib ketadi. Burun Niyozxon ismli bir hammom bor edi. Uning mehri menga ko'p singan edi. U nihoyatda gulxumor bo'lib, o'yliga gul teriydi. Qashqarning Bashkaram yezisi o'zining ismiga munosib holda behishona go'zal edi. Shu go'zallikning ichida bizning o'ylimizmi bor edi. Har xil gullar abjil o'ylimizga bo'lakcha husn qo'shatdi. U o'ylimizga kirganligi qizning chekisiga gul qistirib qo'yatdi. Osma va Xanila voyiga yetganda mahallamizning qizlari o'ylimizga kirib oladi. Ular Osma va Xaniladan yatgudak erishib chiqib ketishadi. Mo'may cho'lisi tekkanda qizlarning qo'llariga o'zi xini yiqib qo'yadi. Qizlarning hammasi degidek mendan cho'ng edi. Shundoq bo'lsa-mu hammam "Sana qaysi qiz yaradi? Cho'ng bo'lganda obdan yigit bo'lsang, shuni sana ep beraman" deb qo'yadi. O ko'cha mahallasi menga nisbatan unchalik mehrlik bo'lmasa-mu, o'zining xiyobon va jimjitligi bilan yotsirab turgan yurakimni bazlaydi. U turib tingan xursinishlarimni bemalol singdirib ketalaydi. Mahallada suvlar alvak edi. Mahallani bo'ylab oqqan tosh o'stangning suvlari shu qadar suzuk bo'lib, o'stang yoqasida bir atal axlatnimi ko'gili bo'lmaydi. O'stangning devorlari va yoqinlarini yeshil mux qoplab ketgan. O'stang yoqinlarida ondi-mundi yog'och o'rindiq bor edi. 1990-yillarga qadar G'ulji shahrining ichida ana shunday suzuk suvlar oqatdi. Ayollar ana shu o'stangning suyini akirib tamoq etadi. Suvga tukirisi yomon bo'ladi deydigan Uyg'ur xalqi o'stang bo'yida, daryo bo'yida kir yumaydi. Hatto suvga shapaq tashlagan odamni ko'simi achchig'i keladi. Shunga bizning yurtlarimizda suv boshdan oyoq pokiz ham suzuk oqadi. Suvga shak keltirishga o'rin yo'q edi. Suvga tukirisi yomon bo'ladi degan mo'shu bir ig'iz gapning kaynida zo'r hikmat bor. Muhitshunoslar bu haqda qancha doktorlik dissertatsiyasi yozsimi arziydi. Keyin odamlar bulg'andi, sularmi bulg'andi. Shuning bilan esit sular, bulg'angan sular degan naqshima chiqdi. Har bir uyning kaynida egiz gaz tuңi bor edi. Aytishlarga qaraganda dehqonlar gaz tuңining qandoq almashib qolganligini bilmay qoladi ekan. Gaz shirkatining xodimlari o'zlari tekshirib gezi tugagan tuңning o'rniga gazliq tuңni saplab turadi ekan. Uylarda issiq va sovuq suv deganlar o'xshashla talkan. Mahalladan o'tgandan keyin mahallani kesib o'tgan asfalt yo'l qarag'ayliq tog' ichiga sho'ng'ib kirib ketadi ekan. Men bu yo'lni bo'ylab mengib baqdim. Yo'lda mendan boshqa piyoda odam bo'lmag'achqa, mashinada ketayotganlar menga qiziqib qaraydi. Mening ajdodimdan o'tkazib olganim piyoda yurish. Men texchi tarixning piyodalar yo'lida ketib boraman. Ey sho'parlar, sizlar menga hayron bo'lsanglar, men sizlarga hayron. Lekin bir-birimizni hargiz tushunmaymiz. Yo'l bag'on siri xilvat tog' ichiga kirib ketadi. O'rmonlar bag'on siri qo'yiqlashib, orasi qorong'u belinishga boshladi. Xilvat yerlarga shuncha intilsammi, xilvat yerga haqiqiy erishganimda
meni biroz sur bosgandek bo'ldi. O'zimni tabiatga qo'yib boqqanimda tabiatning oldida gongirg'andek bo'lib qoldim. Urumchining shavqin surallik, mazzasiz oldirashchiligiga moslashib ketgan mengam bu jimjit tog' orasida tunjiqib kelayotgandek bilinadi. Amdilikda ovoz mengamning ichidan kelishga boshladi. Shundoq ichimdagi ovozlarning hammasi teshimga tepishga boshladi. Yo'chin ovozlarimning hammasini yiroq Yaponiyadagi xilvat zaminga qo'yibatdim. O'zimni yeniklab qolgandek his qildim. Ketibetib yo'l yoqasidagi bir ko'lchakka ko'zim tushib qoldi. Ko'lchakda odam beligidek beliqlar erkin uzib yuradi. Kundalik tamoqida beliq go'shidan ayrilanmaydigan yaponlarning zaminida bu beliqlarning daxlisiz yashab yurishi menda taajjub qo'zg'aydi. Kishilar bu beliqlarni nemishqa tutib yemagandi. Vatanimizda beliqlarning bundoq turib qolishini hargiz tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Bu ko'lchak vatanimizda bo'lgan bo'lsa, uningga kimning egidorchilik qilishi to'g'risida bir qator qo'saq ko'piki paydo bo'lgan bo'ladi. Bu yerda kishilar o'ziga tava bo'lmagan narsani olmasi kerak. Bir chog'larda yezi odamlarimiz haqam soyisining beg'idagi o'rik Shabdullohning shexi o'zining beg'iga to'kib qo'ygan meyvalarini terib haqam soyisiga chiqib beradi. Ana shu chog'larda odam oyog'i yetmagan yerlardagi yov meyvalar o'zi to'kilib sesib ketadi. Amdilikda baqqallarning tarozisining to'g'riligidan gumonlansak, ko'p hollarda ortiqcha bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Kuz kelganda Jaysitning atrofidagi mahallalarda qizdirib pishgan apelsinlarni va abnuslarni ko'gili bo'ladi. Ular etiz dalalarda bo'lib qolmay, kishilarning o'ylasidimi bir ikki tuptum bo'ladi ekan. Bu yerdagi dehqonlarning o'ylasi qashasiz yoki tamsiz bo'ladi ekan. Shunaqdimi ularni uzib oladigan odam bo'lmaydi ekan. Ularga maktab bollarimi chiqilmaydi ekan. Menmi bir jo'ng'uliq bo'g'ashqa bir ikki tal uzib yeb boqqim keldi. Lekin bu yerning kishilarining go'zal odatiga xiyonat qilishdan xijil bo'ldim. Magazinlarga borsangiz kishilarning bas-basda apelsin va abnus setib olganligini ko'rsiz. Abnuslar shuncha qimmat bo'lsa-mu, kishilar o'zining ho'ylasidagi abnuslarni yemay, magazindan setib oladi ekan. Ular ho'ylasidagi daraxtlarning mevalarini bir xil zinnat qatorida ko'radi ekan. Qish kelib qor yoqqandimi, mevalar daraxtlarda shu peti turadi ekan. Oppoq qor qoplagan dalalardagi xo'jmak apelsinlar va abnuslarning qizdirib turganligini ko'rsangiz, bu xil go'zallikning rishtisi yuragingizni o'ziga tortmay qolmaydi. Kimdo biri go'zallik tartibda degan ekan. Men bu gapni ijtimoiy tartibga bog'labmi tushandim. Bu so'zga parallel holda go'zallik insofda degan so'zni qo'shib qo'yg'im keladi. Daladagi va g'o'yladagi mevalar qishicha qorda turib sesib ketadi. Bir o'sni ularni qog'i yeb tugatadi. Tutum talg'andek bo'lib bir do'ngga chiqdim va bir tup qarag'ayning ostida o'ltirdim. Qarag'aylarning shoxlari bir-biri bilan giralishib ketgan bo'lib, zangar osmonni shoxlarning orashlaridan tasti ko'gili bo'ladi. Qishimdagi yo'lda mashina shalom edi. Har 10 minut oralig'ida bir mashina o'tadi desammi bo'ladi. Bu yerda faqat shamolning ovozi anglanadi. Yaqinda bir yerdan suvning ovozi keladi. Balkim bu atrofda bir shoqiratma bo'lsa kerak. Tabiatdan keladigan sadolar odamda musiqalik sezim uyg'otadi. Shunga o'rmon, yayloq, tog', dengiz, ekinzorlar o'ziga xos madaniyatni insonlarning tafakkur shakliga havola qilgan. İnsanlar o'zining yashash muhitiga yarasha til va ritmni barpo qilgan. Oldimdagi har bir mavjudot bir chalg'u, shamol zaxmak yoki kamolcha, tabiat sozanda. Shu tapda muzikant bo'lgan bo'lsam, giyohlar tili degan bir simfoniyani ijod qilgan bo'lardim.
kun g'arbi ufqqa yaqinlashgan sari o'rmondagi qorong'ulik qo'yiqlashishga boshladi. Badanimni o'rmonning nam havosida sovishga boshladi. Birdilla Okochin mahallasida 2 qavatlik uyimning bo'lishini xalab qoldim. Chunki bu mahalla mushundoq jimjit o'rmon bilan tutishib ketgan bo'lib, bu yerning saf havosi, tinch muhiti mendek she'r ixlosmani uchun to'limi qimmatlik edi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, eyiqlab bu atrofdagi mahallalarga kelib qoladi ekan. Ba'zilar tog'da yova ko'ktat yiqqıcha eyiqqa uchrab qoladigan ishlarni yuz beramish. Men bu muhitga qarab bundoq ishning tamoman mumkin ekanligini jazm qildim. Men maktabga qarab mangdim. Ishki yenim o'rmon. Okochin mahallasidan o'tib bo'lib kaynimga qaradim. Okochinning uylari qo'yiq yeshillik ichida timtas turadi. Bu hol Yaponiya faylasufi Takashi Omiharaning Yaponiya madaniyati o'rmon madaniyati degan so'zini yodimga soldi. Yaponiya zeminining 3dan 2 qismi o'rmon bilan qoplangan. Umumiy ko'lamining 40%ni tabiiy o'rmon tashkil qiladi. Hozirgi sanoat cho'ng davlatlarning o'rmon ko'lami bunchalik cho'ng nisbatga yetmaydi. Faqat Yaponiyalar shundoq deydi Takashi Omihara. Aytganidek, Yaponiya zeminining o'rmon bilan qoplanish nisbati 70% dan ortiq. Lekin ular o'rmonlarni kesmaydi ekan. Faqat ziyoda qo'yiq bo'lib ketgan o'rmonlarni shalonglatib parvish qilish yuzasidan kesar ekan. Qarasangiz, yaponlar yog'och jabduqlarni ko'p ishlatadi. Ular yog'och materiallarini Jongoning sharq-shimol rayoni va Rossiyaning Sibiriya rayonidan kirgizar ekan. Yaponiyaning havosi nam issiq bo'lg'achqa hamma yerda yepinchi o'simlik o'sib turadi ekan. Yerga yotqizilgan kahishlarning orashlaridan chiqqan o'simliklarmi xeyli egiz o'sib ketadi ekan. Mana biz turayotgan maktabning cho'rasi yop-yeshil o'rmon, yop-yeshil o't-cho'p. Eshikdan chiqishingiz bilanla burningizga o't-cho'plarning puriqi o'riladi. Okochi biz turayotgan maktabning beqinidagi mahallalarning biri. Maktabning yana bir tarafida Miyataki deb bir kent bor. U yerga ko'proq boratdim. Qo'liqimga tingshig'ishni tiqib olib, inglizcha dialoglarni anglag'ach Miyatakining magazinlari va etiz bo'ylarini aralab kelatdim. Buning uchun 1 soatdan ortiqroq vaqt ketadi. Maktabdan Miyatakiga boradigan yo'llar ko'p edi. Oliy texnika markazining kaynidagi chimliqning yenidagi yo'l 2 ga ayriladi. Biri so'l tarafga burilib Nagataki degan mahallaga tutishadi. Bu yo'l bilan Nagatakiga kirmayla Miyatakiga bog'liq bo'ladi. Yana biri Udulla Miyatakiga ib boradi. Men Miyataki orqali Nagataki tarafga yoki Nagataki orqali Miyataki tarafga o'tdim. Ko'nglim qandoq qilishni xohlasa shundoq qilardim. Bu yo'llar nihoyat tinch edi. Yandagi tosh o'stangning quyma toshlarining orashlaridan o'sib chiqqan o'simliklar shamolda yalpinib turadi. Yiqilli qarg'ayliqning ichi va ayni odam oyog'i yetmagan qadamiy o'rmonlardagi xilvat ham surlik ko'rinadi. Nagatakiga boradigan bu yo'l remont qilinayotdi. Men nimishqidir bu yerda ishlayotgan odamlarni bir haqiqatmi uchirtanmadim. Bu yerlarda yo'l yasasa butun yo'lni to'sib etmaydi ekan. Balki taxminan 20 metr orliqning bir tarafini to'sib turib remont qiladi ekan. Bu yerning ishi tugagandan keyin qolgan qismiga yo'tkilib ishlashga boshlaydi ekan. Bundaq bo'lganda qatnashlarga ta'sir yetib ketmaydi ekan. Yo'l shu yo'lda mong'uchilar uchun oprida bo'lgan ekan, ularning xohishi hurmatlanishi kerak. Yo'l yasovchilarning bu xil xizmat usuli menga yaradi. Miyatakiga boradigan 2 yo'lning qasniqida gullar o'stirilgan bo'lib, yo'lga xiyobon tus bergan edi. Bu yo'llardan o'tkicha ba'zida yilon uchrab qoladi. Yilon oldirab tenab yo'lning chetidagi chatqalga o'zini oladi. Bir qitim yo'lning o'ttirisida mashinada besilib o'lib qolgan yilonni uchirtib tenim shurkangan edi. Yilondanmi xeli qon chiqsa kerak, o'lgan yilonning qon dog'lari yo'g'olda yerda qetib qolgan edi. Ozroq mangandan keyin do'ngdan pastga tushishga to'g'ri keladi. Pastga tushishgacha so'l tarafda bir chimliq maydon bo'lib, u yerda Miyatakining dehqonlari golf top o'ynaydi ekan. Ular mashinalarini bir chetda to'xtatib qo'yib top o'ynashidi ekan. O'yin tugaganda mashinalari bilan qaytishidi ekan. Do'ngning o'ng va so'l tarafida qabriston bor edi. Yaponlar qabrigimi alohida ishlaydi ekan. Qabrlar va obidalar marmar toshdan yasaladi ekan.
Ba'zi qabrlarga Avalokitesvara bodhisattvalarning haykali o'rnatilgan bo'ladi ekan. Qabrlar ratlik joylashtirilgan bo'lib, yaltirab turgan suzuk marmar toshlar bu yerning jimjit muhitiga saltanatli kayfiyat baxsh etadi. Bunda qabriston har bir mahallada birdan bo'ladi ekan. Fan texnikasiga yuksalgan bir millatmi o'zlari bilan boqiy olamga ketganlar o'ttirisidagi munosabatga ko'ngil bilmay qolmagan. Ular uzab ketgan qarindoshlarga o'z dini belgilab bergan yo'sinlar bo'yicha yaqinchilik qilib turadi ekan. Qaraganda ular arvohlarning oldida men materialist deb turamiz kerak. İnsan ruh egisi. Lekin u o'zining ruhini bilishga kelganda bakmi ojiz. Yaponlar manfaat oldida materialist, qabri oldida ruhoniy ekan. Ularning ruhoniyligi diniy hayot ichida o'tayotgan millatlarninkidan kam emas ekan. Aşı yo'llarda ko'p mangdim. Har qitim o'tganimda qabristonga sap solaman. Qabriga qo'yilgan gullar har kuni degidek yengilinib turadi. Yaponlarning turmush ritmi nihoyat tez. Odatda yo'l yoqasida 5-10 minut turib paranglashib qolgan yaponni ko'rgili bo'lmaydi. Lekin ular yangi gul dastalarni tuzib, qarindoshlarining qabrisini yo'qlashga cho'qim vaqt chiqaradi ekan. Kesal yo'qlash, meyit namoziga qatnashish, qabrlarni ziyorat qilish bizdek musulmon millatlardami ta'kidlanib turadigan sunnatlardir. Kishilar bular orqali hayotning cheki, insof, hidoyat haqida tarbiyalanib turadi. Yaponlarmi qabri yo'qlash orqali o'zlarining foniy hayotining chekini taqlidiy ravishda bo'ylab, arvohlar bilan sirdishib turadi ekan. Darvaqa o'zining foniy hayotining cheki haqida ancha-muncha o'ylanib boqmagan odamlarni jaholat bandasi deyish kerak. Qabristonning bir tarafida maxsus mashina to'xtaydigan maydon bo'ladi ekan. O'ng tarafdagi qabristonning qoq o'ttirisida cho'ng bir grand tosh tiklangan bo'lib, uningga tinchlik qabristoni degan xat o'yilgan edi. Bu atrofdagi kishilar urush to'xtagan kunni xotirlashib, mushu maydonda faoliyat o'tkazadi ekan. Bu yerdan ozroq o'tib pastga tushganda subsuzuk bir eqinning bo'yida qad ko'tarib turgan ko'ni bir ibodatxona ko'zga cheliqadi. Men bu ibodatxonaning o'ylasini bir qitim aylanib ko'rgan edim. Ibodatxona tomlari va uningdagi haykallar, hatto ibodatxonaning kirish eg'izimi toshdan qo'pirilgan bo'lib, ularni yeshil mux qoplab ketgan edi. Ibodatxonadagi jimjitlik odamni aymantiradi. Yondagi do'nglikdagi qadon qarg'aylarning qorong'u soyasi va suvning salqin havosi birlashib kishini to'ndiradi. O'ylada kichik yeshil paqalar sakrashib yurishadi. Ulardagi ma'sumlik yalang'och holda o'milayotgan bolalardagi yiqimliqlikni eslatadi. Bu yerdami ibodatxona bilan qabriston bir yerda bo'lamdi yo'q, boshqa joylardagi ahvollarni ko'zatib bir nima deyishga to'g'ri keladi. Uyg'ur yurtlarida mazar, masjid va madrasalar o'zaro tutash bo'ladi. Ibodat, ma'rifat va oxirat tuyg'ularining bir tutashligi odamni hayotning ikki manbalik qurilmasi haqidagi tafakkurga undab turadi. Biroq bunday qurilma bizda yemirilishga boshladi. Endi qabrlarning o'rniga restoran, shirkat va mehmonsaroylarning silinganligidan unum his qiladigan, bu orqali o'zimizni iste'mol jamiyatining fuqarosi deb iftixor bilan sanaydigan bo'ldik. Miyotaki, Tsorogi, Kanazawa orliqlarida xeyli qatnadim. Xeyli ko'p qabristonlarni yo'liqtirdim. Ovat o'ltiraq binolar, soda saroylari orasida turgan qabristonlarni ko'rdim. Yaponlar bu qabristonlarni tuzlavatmabdi. Balki o'zlarining zamonaviy shahar qiyofatining muhim bir tarkibiy qismiga aylantiribdi. Shiddatli turmush raqobati egilagan ovat ko'chalarning bo'yidagi qabriston go'yo anglanmas bir ovozda tirikchilikning cheki bor, hamma ishning cheki bor, o'zinglarni unutib qolmanglar deb to'layotganda ko'rinar ekan.
Meningcha bu ovozni anglaydiganlar shuncha ko'p odamlarning ichida hamon bor bo'ladi. Bir shahar bir millatning dunyo qarashining moddiy dalili bo'lib, bundoq dalillik uzoq tarixga ega milliy shaharlarda texmi aniq bo'ladi. Agar undaq shaharlarning yerlik aholilari subyektiv tashabbuskorlikni yo'qotib qo'ysa, undaq dalillik o'zining o'rnini yangi bir tarixga o'tkazib bergan bo'ladi. Bu tarixda eliqi milliy dunyo qarashining alomatlari tadrijiy sustlashishga boshlaydi. Yaponiya shaharlaridagi echish va taraqqiy qildirish, boni saqlab qilish sharti ustiga qurilgan sab milliyat qurilishi bo'lg'achqa, an'ana bilan zamonaviylik echinishlik darajada to'qnashib qolmagan. Miyataki chiroyli jimjit bir kent. Bu yerning dehqonlari o'zining to'ppidek oilasini gul giyohlar bilan bezab, orasiga yilon bog'ri kichik tosh yo'l yasab qo'ydi ekan. Bu yo'lda bir odam baxudik mang'alaydi. Texi uningda sun'iy tog', bir ikki tip mevalik daraxtmi bor. Odatda bundaq oilalar maxsus ustalar tarafidan loyihalanadi ekan. Miyatakining etizlariga bir bo'lsa shal, bir bo'lsa purchoq va ko'ktatlar teriladi ekan. Kentda suv mo'l bo'lib, suv inshootlarimi nihoyatda qulaylik yasalgan. Katman ko'tarib loy ilib yuradigan sug'urish ishlari bu yerda yo'q ekan. Etizlarning atrofida mashina mang'alig'idek asfalt yo'llar bor. Atrofdagi uylar 2 qavat, 3 qavatdan salingan. Har bir uyning oldida 2-3 dan mashina. Meningcha bu dehqonlar bundaq intayin chaklik dehqonchilikqa tayinib, u darajada beyib ketanmaydi. Ularning turmush saviyasi shahar xalqining turmush saviyasidan farqsizlik qiladi. Ular keraklik bo'lgan har qanday turmush manqulotlariga shaharliklar bilan o'xshash saviyada erishgan edi. Materiallardan ma'lum bo'lishicha, Yaponiya iqtisodi tez ko'tarilib, 20-asrning 80-yillariga kelganda dunyodagi kuchli sanoat davlati sifatida Amerikaning kuchli yezdikiligining tahdidiga uchragan. Yaponiya 1980-yillarning 5-ida dehqonchilik mahsulotlarini eng ko'p import qiladigan davlatga aylanib qolgan. 1989-yili yezdikiligidan kelgan kirim fuqarolarning yillik daromadi GNP'ning 2%ni egallaydigan ahvol yuz bergan. Yezdikiligi bilan shug'ullanadiganlar umumiy nüfusning 6,4%ni egallagan. Yana bir qism materiallardan ma'lum bo'lishicha, yezdikiligi bilan shug'ullanadiganlar 3% atrofiga tushib qolgan. Shuning bilan Yaponiya hukumatı yezdikilikni qo'g'daydigan alohida siyosatlarni chiqargan. Etizlarning cho'risida andimunda anjur bor edi. Anjurlar pishib, xaltilishib ketsimi, uni yeydigan odam yo'qdek qiladi. Bu xil anjurlarni magazindan setib olib yeb baqdim. Ta'mi bizning 5 grammning anjuriga yetmasimi, har holda anjur yegandek bo'ldim. Kichikimdan tatib boshqalarning haqqini yevanmaslik haqida berilgan tarbiya mening turmush aqidamning bir tarkibiy qismi bo'lib, u ajdodlarimdan qolgan o'lmas tarbiyaviy hikmat edi. Bu hikmat hech qachon mening yuzimni to'van qilmadi. Agar bu xil ruhiy to'qchilik bo'lmagan bo'lsa, bu atrofdagi qora anjurlar va sopsariq abnuslar mahallaning zinnati bo'lib turmas edi. Vaholanki, ruhiy to'qchilik muayyan ijtimoiy tarbiyaning mahsuli. Bir ish tarbiyaliguvchi har kuni tushdan keyin havo sal sovishga boshlaganda ishlarni motosikletga bog'lab yugurtib shamolda tatdi. Uning qorasida har xil ishlar bor edi. Ishik oldidan o'tganimda bu ishlar bas-bas bilan qavishib mahallani bir olatdi. Ularning qavashlaridan qaraganda bu ishlar bizning mahalladagi ishlarga tamoman o'xshaydi ekan. Biroq turmushi o'xshamaydi ekan. Yaponiyadagi ishlarning turalg'ulari bizning ishlarninkidan ko'p pokiz ekan. Yaponiyaning bozorlarida maxsus ish uchun tikkan kostyumlarmi sotiladi ekan. Hatto 1000 yuan xalq puliga to'g'ri keladigan ish kostyumlarimi bo'ladi ekan. Meningcha bizning dehqonlarning ichida bunday qimmat bahodagi kostyumni kiyalaydiganlari yo'q hisobda. Bir kuni televizor ekraniga qarab tursam, bir muxbir bir oilaning a'zosidan oilanglarda qancha nopos bor deb so'radi. 6 nopos. Ular javob berguchi itnimi qo'shib sanadi. Aslida ularning oilasida 5 odam bor ekan. Lekin u itni odamdan g'ayri maxluq sifatida tilga elishni o'ziga ravo ko'rmagan edi. Mana bu bir Yaponning nazaridagi itning o'rni edi.
Yaponiya boylarının öyüdə itni yuyunduradigan vannalar, itning taratxonalari, itning oramgohlari katta bo'ladi ekan. Bu itlar o'pkisini kerib qavab bermasami, hurmati shuncha yuqori ekan. Faqat xo'jayiniga armak bo'lib ba'siri bo'ladi ekan. Ko'ngli ko'ksi to'q xo'jayinlar o'zining maxluqlariga shu qadar himmat ko'rsatadi ekan. Boy davlatlarning puldorlari odamdan bakrak ishqi hiris bo'ladi ekan. U davlatlarda mushuk va boshqa hayvonlarni xo'rlash ahvollari nihoyat cho'ng delo sifatida gazet, jurnal va televiziyalarda davron qilinadi ekan. Kitobxonlarga hayvonlarni e'tiborlash xususidagi tipik bir axborotni taqdim qilib o'tishni loyiq topdim. 2003-yili 1-oyning 30-kuni Sina tor bekitida mundaq bir xabarni ko'rdim. Mavzu: Yevropa birlashmasi dehqonlardan cho'shqilarga o'yinchiq ep berib, ularni baxtli qilishni talab qildi. Tekst: Yaqinda Yevropa birlashmasi g'alati bir qaror chiqardi. Qarorda dehqonlar buningdan keyin cho'shqi qo'tinidagi cho'shqilarga o'ynaydigan o'yinchiq ep berishi kerak edi. Agar undaq qilmasa, jarimani qo'yiladi yoki qamaladi. Sabab shuki, Yevropa birlashmasi amaldorlarining qarashicha cho'shqilarni xushal-xuram yashashi kerak edi. Birinchi kichik mavzu: cho'shqi churpaklari to'p tepishni o'rganmoqchi. Angliya hukumati bu qarorni kelar haftadan boshlab ijro qilmoqchi. Muhit, ochliq va yezigilik ishlari ministrligi amaldorining deyishicha, dehqon do'stlar cho'shqilarga yaxshi muomala qilishi kerak. Chunki cho'shqilar zerak hayvon bo'lib, insonlarning do'sti. İnsanlarning ularning yashash muhitini ko'ngilli qilib berish mas'uliyati bor. Egilishimizcha cho'shqilar uchun tayyorlanadigan o'yinchiqlar basketbol, futbol bo'ladi ekan. Burni bilan o'ynaydigani basketbol, puti bilan o'ynaydigani futbolmish. Angliya doiralari dehqonlarga xilma-xil rangdagi to'plarni pat-pat almashtirib turishni tavsiya qilgan. Bo'lmasa cho'shqilar zerikib qoladi ekan. Yana ba'zilar cho'shqi qotiniga zanjir esib qo'yishni tavsiya qiladi. Shundaq bo'lganda cho'shqilar zanjirni burni bilan o'ynay oladi. Ikkinchi kichik mavzu: qonunga rioya qilmasa turmaga kirishi mumkin. Yangi belgilamaga hargiz sal qaramanglar. Agar dehqonlar buningga sal qarasa, munosabatlik doiralar ularga 1000 funt sterling jarimani qo'yadi yoki 3 oylik qamoq jazosi beradi. O'minist dehqonchilik maydonida turadigan Neville Mek bu xil jazoning ta'mini dastlabki qadamda tetdi. Bu xo'jayin yerlik yezigilik boshqarmasining ogohlantirishini topshirib oldi. Agar u 64 cho'shqi qotiniga o'yinchiq qo'ymasa, uning cho'shqilarga marka chaplab setish huquqi bekor qilinadi. Uchinchi kichik mavzu: cho'shqilar o'yinchiq ayiqni talashmoqda. Mek ilojisiz holda muxbirlarga shuni aytdiki, u cho'shqilarga o'yinchiqlarni qandoq elish kerakligini tamoman bilmaydi ekan. Tönügün o çoşqı qotiniga bir Sulyo aeroplan bilan bir tivitlik o'yinchiq ayiqni ep qo'ysa, cho'shqi churpaklari qiziqib ularni o'rib elishgan. Ular ayiqchaqni tishlab tortib 2 minut ichida yuzlarini yirtib etgan. Mik mundaq dedi: "Qaraganda puxtiroq o'yinchiq olsam bo'g'idek." Mik dehqonlar haftalik jurnaliga qaqshab turib mundaq xat yozgan: "Har bir qotinga birdan to'p olsam yetarlikmi emasmi bilmadim. 20 cho'shqa bir to'pni talashsa, bu nima degan qo'rqinchliq." Angliya mol doktorlari jamiyati cho'shqa bo'limining mas'uli mundaq degan: "Cho'shqalarning bir-birini tishlaydigan odati bor. Bu ularning quloq va quyruqlarining sog'lom yetirishiga ziyonliq. Agar tishlaydigan o'yinchiq berilsa, cho'shqalar bir-birini tishlamasligi mumkin. Cho'shqalarga yana probka, ponton va sulyo naychilar ep berilishi kerak." Bu xabarni o'qib, Osiyo va Afrikadagi osh bolalar, turmalarda xo'rlanayotgan mahbuslar, paskini suv ichishga majbur bo'lgan dehqonlar, bulg'angan yemakliklarni setib olib yeyotgan bolalar esimdan kechdi. O'sma kasalliklar doktorxonasida ingrab yotgan onalar, ularning ko'zlaridagi yosh dog'lari, ballarga ko'zi qiymay jon bergan onalarning ochiq ko'zlari, bulab ketilib o'g'irliqqa selinayotgan o'smirlar, o'qishsiz qilayotgan shahar kambag'allari, Afg'oniston qishloqlaridagi panohsiz bolalar bir-birlab ko'z oldimdan o'tdi. Bundaq ko'rinishlarni televizor ekranlaridanmi talay qatim ko'rgan edik. Bugungi dunyo qori yumurga o'xshab qolgan edi. Kulki emas, faqat yig'ila-yig'iga o'xshaydi.
Miyatakidagi magazinlarga kirsangiz, turmushda lozimli hamma narsani tepish bilan birga maxsus mushuklar uchun tayyorlangan o'lchamlik yemakliklarni ko'rasiz. Bu yemakliklar beliq va allaqandoq narsalardan yasalgan. Ularning yemakligi bexatarlik va pokizlik jihatdan puxta kafolatlantirilgan edi. Mushuklarning yemak qatorida gazirmi bor edi. Ular odam chaqadigan gazirni sho'piksizlab tayyorlaydi ekan. Mushuklarning gaziri sho'piki bilan bo'ladi ekan. Buni ko'rib soatlab gazir chaqadigan kishilarimiz yodimga keldi. Odatda dala sayohatiga chiqqanda ishlatiladigan ko'mir, o'tin qatorliqlar markalashtirilib magazinga selingan edi. Gazlarmi Coca-Cola qutisiga o'xshash qutilarga o'lchamlashtirilib qachilangan. Ishqilib insonlarning turmush hojatiga munosabatlik narsalarning hammasi o'lchamlashtirilib, chiroyli o'ralgan holda magazinlardan o'rin olgan edi. Mashundaq chat yezining kichikkina magazinlariga kitob jurnallar selingan bo'ladi ekan. Bir chatda 18 yoshdan to'van yoshdagi odamlar ko'rishga bo'lmaydigan jurnallar qo'yiladi ekan. U yerga 18 yoshdan to'van bolalar ko'rishga bo'lmaydi deb ochiq yozib qo'ydi ekan. Bu xil jurnallarda jinsiy turmushga oid mazmunlar ochiq oshkora so'zlanadi ekan. Ma'lum shahar, ma'lum rayondagi kasbiy fohishalarning foto surati, mijoz xulqi, odamning ko'nglini elishdagi uslublari tonishtiriladi ekan. Odatda 20 yoshdan to'van yoshdagi bolalarga haroq, tamaki setilmaydi ekan. Avtomatik setib olish qurilmasiga yeshini ko'rsatib beradigan kartini sanmag'icha uningdan bir narsa og'ila bo'lmaydi ekan. Bu davlatda mashina umumlashgan bo'g'ashqa prava xuddi bizning kimligimizdek inobatga sazovar ekan. Shunga kishilar avtomatik setib olish qurilmasiga pravasini tonitdi ekan. Magazinlarda va kitobxonalarda bolalar 20 ming yendan, ya'ni taxminan 1400 yuan xalq pulidan ortiq pul xarjlamoqchi bo'lsa, ularga ota-onasi shohid bo'lishi kerak ekan. Bu pulga Yaponiya iste'mol saviyasi sharoitida isil tavuzdan 3-4 keladi. Iste'mol jihatdan bu Urumchi sharoitidagi 15-20 yuanlik tavuz iste'moliga barobar keladi. Agar 20 ming yen yapon puliga kitob olishga to'g'ri kelsa, 10-15 parcha bolalar kitobchilar keladi. Biroq kitobxona xodimlari unchalik pul xarjlamoqchi bo'lgan bolalardan ota-onasining yanida bo'lishini talab qiladi ekan. Bu pul bolalar ota-onasining qopchiqidan sug'urib olgan pulmi yoki ularga boshqa yo'llar bilan kelamdi? Ishqilib bolalarga undaq sagak muomala qilish, pul xarjlashni sog'lom axloqiy asosga ega qilish uchun edi. Bolalar odatda ishlab pul topmaydi. Demak, ularning mustaqil kirim manbasi yo'q. Bundaq ahvolda 20 ming yen pulning bir bolaning olqinida bo'lishi normal ishga kirib ketmaydi. Miyatagi mahallalarni orlab etib, odatdagi telefonlardan pasrak o'rinlashtirilgan telefonlarni chiliqtiratdim. Bu telefonlarga bolalarning bo'yi yetadi. Bular bolalar haq-huquqini qo'llash telefonlari bo'lib, bolalar huquqi birovlar tarafidan daxli ta'rifga uchrasa, shu telefonlar orqali ahvol ma'lum qilsa bo'ladi. Lojinning bolalarni qutqizinglar degan so'zini yaponlar bakrak anglagandek turadi. Men shu bolalar telefonlarga qarab, yapon xalqining bir ishlarni inchga astoydil o'ylanishda dunyodagi nurg'un millatlarga qaraganda oldingi o'rinda turadiganligini tonib yetgandek bo'ldim. Ishlar byurokratlarning qarori bo'yicha emas, balki xalq ichidagi oqillarning o'z-o'ziga mas'ul bo'lishni chiqish qilgan maslahatlari asosida haqlashtirilgan jamiyatda yomon ishlarning yuz berish mumkinchiligi oz bo'ladi. Xalq aql qatnashtirishdan mahrum qoldirilgan jamiyatda nurg'un aql farosat buloqlarining ko'zini qum bosadi. Bu qumliqda cho'ng kichik amaldorlarning shirani mushlab so'zlagan so'zlarining aks sadolari yangrab turadi. Har bir mahallada ilangush, serilg'ush, lingirtoq, yamash qatorliqlarni o'z ichiga olgan kichik bir maydon bo'ladi ekan. Miyatakidami ashundoq maydondan biri bor edi. Yaponiyaning har bir o'ltiroq rayonida kishilar faoliyat qiladigan ommaviy so'rinlar nihoyat ko'p bo'ladi ekan. Shundoq bo'g'ashqimi Miyatakidagi bu kichikkina chimliq maydonda o'ynaydigan bolalarni kamdan kam ko'rgili bo'ladi. Men dam olish kunlarida bolalarimni bu yerga akilib o'ynatib ketatdim.
maydonning bir tarafida so'p-so'zuk suv eqib turadigan bir o'stang bor edi. Chiroyliq barang'i yamashgan qulmoq yaxshi bir soyivan edi. Soyida parallel yondashtirib o'rnatilgan yog'och o'rindiq bo'lib, bolalarim o'yinlarini oxirlashtirguncha ana shu o'rindiqda o'ltirib yetarli xiyol surib olatdim. Maydondagi mushuk, ayiq, bug'a qatorliq hayvonlarning haykali ularning terisining rangida sirlab qo'yilgan edi. Miyatakini talay aralab chiqqandiman. Ishik oldida gaplashib o'ltirgan ayollarni, qarta yoki shahmat o'ynab o'ltirgan erlarni zinhar ko'gili bo'lmaydi. Hatto cho'qon so'ran selishib, yugurishib yurgan kapsiz bolalarni uchratqilib bo'lmaydi. Bir qarasa bu mahalla o'shidan ketgandekli ko'rinadi. Ayollar va bolalarning cho'qonlari, eshaklarning hangrashlari, kalalarning mo'rashlari, to'xlarning chillashlari, balalarning so'g'i cho'milishlari kabi hodisa va qiyofatlar faqat Uyg'ur yezilariga mansub alomatlar edi. Bundaq chaqda ashu to'poloq, lekin jonliq Uyg'ur sahrolarga qanot yasab ushqim kelib ketadi. Ko'z oldimdagi Miyataki pokiz, bayoshat, xotirjam edi. Lekin ko'ngillik bir manzarani ko'rish tas edi. Uyg'ur yezillarida bunchalik pokizlik va alvakchilik yo'q. Dehqonlarning kallasida g'am, oyig'i chiqmas eg'ir amgak ularni oldiga selavoqin. Lekin odamlarning to'p chiroyida bir xil to'qliq va sho'xliq bor. Hayotning bundoq mo'jizasi bo'lmagan bo'lsa, hayotni davomlashtirish mushkul bo'lgan bo'lar edi. Hayotning qudrati eng mushkul, eng tushkun sharoitda o'zini ko'rsatadi. Shaharliklarning putlari sho'x kirib kelsa yiringdab ketadi. Lekin Uyg'ur dehqonlarining teriq zag'risidagi yerilib ketgan topallari shu qadar bejirimki, yaga bozg'indek mazmut dastaydi. Ushluq engizlar va o'g'ri tikanlar dehqonning oyog'i ostida muloyimlashib ketadi. Bizning yezlarimiz ana shundoq putqa bakma o'xshab ketadi. Lekin paket shu. Miyataki jimjit, pokiz, bayoshat, xotirjam bir kent. Balkim bu yerning odamlari o'zining rizqini texmi ko'paytirish maqsadida qir otlab yiroqlarga ketishgandi. Yeza Yaponiya dehqonlarini o'ziga bog'lab turadigan qo'riq emas edi. Dehqonlar fursat izlab hamma yerlarga bora oladi. Bu bir umr bir kentning ichida yashab, Quyosh Hoshimaxonning beg'idan ko'tarilib, Osimboyning qo'riqida patadu deyishdan ko'p afzal emasmi? Tog'larning kaynida tog'lar bor. Ufqning kaynida ufq. İnsan tog'lardan eshib, ko'zini bog'lab turgan ufq pardalarini yirtib turmasa, u ko'zi ko'rib turib, hech nimani bayqamaydigan amoga aylanib qoladi. Baudunbayning ko'zi bilan Zo'rdun Sabrning to'piliq yo'l hikoyasidagi Rozek bazning ko'zini qandoqni selishtirib bo'g'ilib bo'lsin. Miyatakida bir ommaviy faoliyat klubi bor edi. U yerda bir usti yepiq basketbol maydoni bor. Kishilar xohlagan chaqda u yerga kelib chiniqalaydi. Yana u yerda voleybol bor edi. Maydonning bu tarafida turli chiniqish aslahalari bor uylar va kutubxona bor bo'lib, har qachon kishilarga haqsiz ochiq. Yana bir zalda turli o'yinchiqlar bor. Balalar bu yerda xohlagancha o'ynashadi. Uylarning osti sun'iy to'qilma. Shundoq pokiz, qishda issiq, yozda salqin. Kentdagi alohida faoliyatlarning hammasi mushu klubda o'tkaziladi.
Bu yerda ayollarga kiyim tikish, tamoq etish, gul tizish, choy damlash, bola tarbiyalash qatorliq turmush bilimlarini o'rgatadigan faoliyatlar o'tkazilib turadi ekan. Bu yerda ayollar o'zlari o'rgangan qaysidir bir turmush bilimlarini boshqalarga tanishtirar ekan, o'zaro uchur almashtirar ekan. Bular aniq belgilangan vaqt, plan bo'yicha o'tkaziladi ekan. Yapon ayollarining so'rini Uyg'ur ayollarining qator joylaridan ko'p madaniy edi. Yapon ayollari shahardagi Uyg'ur ayollaridek oldiga qo'rimalarni piramida shaklida tizib olib yeb o'ltirmaydi. Vaqtini Uyg'ur ayollaridek ahamiyatsiz o'tkazmaydi. Ularning har bir daqiqasi plan bilan o'tadi. Uyg'ur ayollarining qator chayini bir maydon asabiy yeb ichish deyishga bo'ladi. Ularning paranglarida yegan, ichgan, kaygan kashkanlar haqidagi mazmunlar ko'p. Kasb, vaziyat, madaniyat haqidagi mazmunlar yo'q hisobda yoki butunlay yo'q. Uyg'urlarda nurg'un o'ltirishlarning maqsadi va temisi bo'lmaydi. Yeb ichish jarayonida paydo bo'lgan kayfiyatning turtkisida gap so'zlar, chaqchaqlar ko'p bo'ladi. So'rlarning oxiri to'sh qaltisi va to'sh mantisi haqidagi yomurlardan kelib chiqqan xudi yo'q kulkilar bilan avjiga chiqadi. Uyg'ur ayollarining bugungi qatorichayi istiqiylik holdagi qo'saq bo'shitish jarayoni. Sog'ri silib samrib ketgan, emaklari sangilab turgan Uyg'ur ayollarining ishton kiyib disko o'ynashlari, quyrug'i yo'q mikyallarning taqlashlarini eslatadi. Miyataki, Tsorogi, Tastonokochi yeziliq hukumat, Komatsu orliqlarida qolaylik ravon qatnash to'g'ri bor edi. Orada qatnayotgan avtobuslar ko'p hollarda quruq mang'atdi. Shundaqdimi bu avtobuslar belgilangan vaqt tartibi bo'yicha har bir bekatda to'xtaydi. Tushadigan yoki chiqadigan odam bo'lmasimi, avtobus cho'qim azroq to'xtash vaqtini to'shqizib andin qo'zg'aladi. Yaponiyada bekat taxtlarga har bir qitimliq avtobusning kelib to'xtash vaqti minut sekundlargacha yezib qo'yiladi ekan. Kishilar ana shu vaqtga rioya qilgan asosda bekatga chiqib turishadi ekan. Avtomobillar belgilangan shu vaqtning o'zida keladi ekan. Yaponiyada vaqt sekundlab taqsim qilinadi ekan. Uning ustiga soatning istilkisi belgilangan to'shqaga kelganda rostilla vaqt to'shadi ekan. Bizning Urumchida, bizning Qashqarda, bizning Xotanda, bizning Oqsuda, bizning Ko'rlida, bizning G'uljida, bizning Turpanda, bizning Qumulda, bizning Cho'chakda, bizning Oltayda, bizning Shixanzida, ya'ni Saybalig'da qatnashning vaqti qatnash shirkatining mayli bo'yicha o'lchanadi. Shofir mashinani qachon haydasa, vaqt shu chog'da to'shadi. Yo'lovchilarning terikkini beka. Shofirning nazarida yo'lovchi hojatman. Rol ikki bosog'i oraliqidagi mutlaq huquq. Yo'lovchilar shofirning xohishiga mutlaq bo'ysunishga tegishli bandalar. Vaholanki vaqt insonlarga eng odil taqsimlangan mulk. Lekin bu mulkning sarfiyoti va yaratgan qimmati har bir jamiyatda, davrda va tuzumda o'xshash emas. Yaponiyada vaqt odamga emas, odam vaqtga bo'ysunadi. Kishilar birovning vaqtini zoya qilishni, uningga ziyonkashlik qilish deb tushunadi. Avtobus shofirlari forma kiyib mashina haydaydi. Yo'lovchilar avtobusga chiqqanda shofirga sizdan o'tinadigan bo'ldim deydi ekan. Shofirmi javoban yaxshimisiz deydi ekan. Mashinaning ichi shundoq pokiz. Havodan bo'g'ashqa qishda illiq, yozda salqin. Bir avtobus yo'l ustida yana bir avtobus bilan ro'barolashib qolganda shofirlar bir-biriga salom berib o'tib ketadi ekan. Shofirlar bekatdan qo'zg'alganda nimalarnidir pichirlab deydi ekan. Balkim uning aytganlari qatnash belgilamalaridagi biror bosqich bo'lsa kerak deb tushundim. Qatnab yurgan avtobuslarning ichida biz turgan maktabning hukumat xususiy doktorxonalarning maxsus sep qo'ygan avtobuslarimi bor bo'lib, bular haqsiz edi. Shofir avtobusga kimning chiqishini surishtirib yurmaydi. Avtobus faqat bekatda to'xtaydi, uchirg'anli yerda to'xtamaydi. Shunga yo'lovchilar cho'qim bekatga berib turishi kerak. Shofirlar tuzumga uyg'unlik asosida mumkin qadar yo'lovchilarga qulaylik yaratishga tirishadi ekan. Avtobuslarda o'ltirganlar ichida yashanganlar ko'p bo'ladi.
Ular doktorxonalarga, magazinlarga, arshonlarga berishadi. Ba'zi mo'maylarni Tsorogedagi turli mallar savdo sarayida doim degidek uchirtib qoladi. Magazinlarni oylanib biratan narsa setib olish ularning kun o'tkazish usullarining biri edi. Bovay mo'maylarning yetarlik moddiy sharoiti bor, lekin asrorlashadigan hamrohlari yo'q degidek edi. Ular ruhiy g'eriblikni yo'qotish uchun pul xarjlashadi. Yaponiyada davolanish haqqining ko'p qismini davlat ustiga oladi ekan. Davlat ustiga olgan davolanish haqqi nisbati kishilarning yosh qoramining cho'ng'ayishiga ergashib ko'paydi ekan. Fuqarolar odatda o'zining kirimiga beqib turib davolanish sug'urtasi topshiradi ekan. Orada bizni Tsorogedagi doktorxonaga kasal ko'rsatgili bordik. Doktorxonada yashanganlar ko'paydi. Doktorxonaning kutish zali ozoda bo'lib, yumshoq devorlar yetarli qo'yilgan. Kishilar televizor ko'rgach navbat saqlaydi ekan. Odatda kishilar kasal ko'rsatib dorilarni qo'liga ep bo'lgandan keyin pul topshiradi ekan. Hukumat doktorxonalarida bir oy ichida pochta yoki banka orqali haq topshirsa bo'ladiganligi pul to'lash o'rnining ustiga yezib qo'yiladi ekan. Diqqatimni tortqani, bemor kasal ko'rsatganda doktor bilan bir uyda ayrim ko'rishadi ekan. Bundaq bo'lganda kishilar o'zining kasallarini ko'rsatish yoki aytishda afsizlik his qilmaydi ekan. Orada bizni bir qancha qitim o'zimizni tekshirtgili ham dori og'ili bordik. Bizdek chet ellik ilm tahsil qilguvchilarning davolanish chiqimining 70%ni hukumat ko'taradi ekan. Esim qursin, mashina va qatnash haqida gap bo'layotganda bir narsani unutibdiman. Uni hamda askartib o'ssam bo'la. Yaponiyada imkon qadar mashina odamga avval yo'l beradi ekan. Sizga yaqinlab kelayotgan shoför sizning yo'ldan o'tmoqchi bo'lganligingizni ko'rsa, to'xtab o'tib olishingizni kutib turadi ekan. Siz yo'ldan o'tkicha uning rahmatingizni bildirishingiz kerak ekan. Bu yerda shoförni shundoq qilishga majburlaydigan soqchi va boshqa tashqi kuch yo'q. Boshqa biri majburlamasimi tabiiy ijro bo'lgan axloqning o'zi haqiqiy madaniyatdir. Shoförni aldirash albatta. Lekin u piyodalarga o'tinavatgan bir qancha daqiqani yana to'liqlab olaydi. Yana mashina odamga yo'l berganda xatarning nisbati texmi ozlaydi. Chunki har zaman piyodalarga yo'l berish xohishi mashinaning sur'atini oz to'la tizginlaydi. Uning ustiga tez kelayotgan mashinani birdilla to'xtatish tas. Bizning yurtlarda mashina to'liq ko'rang nima. Piyodalar hamisha mashinaga yo'l berishi kerak. Piyodalar o'z jiniga o'zi mas'ul bo'lmasa, shoförda ishonch yo'q. Shoförlar oldiga xiris qilib kelgan mashinadan o'diqib ketgan yo'lovchilarni ko'rganda hozirlanib yayrab ketadi. Bu orqali o'zining ijtimoiy ustunligini bayqaydi. Yomg'ir yoqqanlarda yomg'ir suvi yig'ilib qolgan o'ymonlarga choqni shiddat bilan selib o'tib ketsang, ikki tarafga patqoq chachraydi. Bundoq ko'rinish seni yo'lovchilarga qora quyun azamat qilib ko'rsatadi. Piyodalarning kiyimiga patqoq chachrab ketsimi, ular nima qilarini bilmay orqangdan qarabla qoladi xolos. Mashinalar cho'ng qatnash yo'llarida albatta shundoq. Biroq ular tor ko'chalarda piyodalar rastillarda ketayotgan to'p-to'p odamlarga suvanak berib mangadi. Agar piyodalar buningga diqqat qilmasa, shoför mashinadan beshini chiqarib o'lgin keldimi deb tillab qo'ydi. Taksilar aldirash paytlarida ichida odam boyoqligini bilanmay qo'l ko'tarib sag'an kishilarga ko'z qirinimi sanmaydi. Lekin kashlarda ko'chada sayli qilayotgan odamlarga suvanak berib mashinamga chiqmamsan deb bishorat beradi. Odam zotidan sesga kirib ketganda ko'ringan taksi shoförlarining kashqurun degan murassa holatiga odamning ishongisi kelmaydi. Oddiy fuqarolarning mashinani ko'rsa hayiqadi, mashinada o'ltirgan odamlarni cho'ng biladi. Burun-burundan tatib taxtiravon, ma'ba harvalarda o'ltirganlarning hammasi amaldor edi. Keyincha amaldorlar seriq pikapda, qo'ng'iz mashinada, qizil bayroq, Bug, Mercedes, Audi'larda o'ltiradigan bo'ldi. Bularga ushtum tutbayib ketgan savdogarlarga qo'shildi. Bag'an siri savdogar bilan amaldorlarning tasdiqini bilib bo'ladigan bo'lib ketdi. Shunga mashina fuqarolarning ko'ziga surlik imtiyoz bo'lib ko'rinadigan bo'lib ketdi. Shoförlar oddiy fuqarolardagi bundaq ruhiy holatni yaxshi bilgachga, ularni sarosimiga sep o'ynaydigan bo'lib ketgan. Jungoda mashinaning surlik nopozining pasiyishiga xeli bodaq qiladi. Chunki ushshoq amaldorlarning mashina xumori texi qonmadi.
cho'ng pitdan kichik pit bakrak chaqadi degandek ularning kibr tamannosini amdi ko'ramiz. Tatsuno Kochi taxminan 20 ming nopusga ega bir yezi ekan. Yakuba, ya'ni hukumat mahkamasi biz turgan maktabdan ancha yiroq emas edi. Qatnashlar qolaylik. U yerga velosiped bilan 20 minutlarda borg'ili bo'ladi ekan. Men u yerga tunji qitim velosiped bilan borgan edim. Maktabda maxsus o'quvchilarga oriyatga beradigan velosipedlar bo'ladi. O'quvchilar o'zlarining o'quvchilik kinishkisiga asosan velosipedni oriyatga olsa bo'ladi. Ayol ikkimiz 2 velosiped oriyatga oldik. Yakubaga bag'achi bo'lgan ta'siratimni kundalik xotiramga mundoq yozgan ekanman. Yo'llar nima degan go'zal. Hamma yerda gul, hamma yerda yeshillik. Pokiz tosh yo'l, suzuk iqin. Aralab etizliqlar, mahallalar. O'simliklarning puraqi odamga xush yoqadi. Ikki qasnoqdagi yeshil to'piliklar va daraxtliklardan salqin havo urib turadi. Sahra manzarasi bilan zamonaviy taraqqiyot elementlari shu qadar yaxshi birlashib ketganki, kishining ruhini siqadigan notabiat alomatlarni uchratmadim. Biz turayotgan maktabning o'rni Tatsuno Kochi yezisiga tava bo'lib, qoida bo'yicha chet eldan kelib mushiyada turg'uvchilarni yerlik yezilik hukumatga tizimga oldirishi kerak ekan. Hukumat binosi yeshil to'pilik va chimliq maydonlarga o'ralgan holda sipti qad ko'tarib turadi. Biz bino ichiga kirdik. Cho'ng bir zal yerim bo'y egizlikdagi odalar bilan xonalarga ajratilgan bo'lib, ish ustallari, kompyuter, xizmatchi xodimlar bir qarashda ko'zga chiliqib turadi. Oldimizga bir qiz yugurib keldi va yaponcha tazim bejo keltirgandan keyin nima ish bor deb so'radi tabassum bilan. Ayolim muddaoni aytdi. Berilgan ankit jadvallarni to'ldirdik. Aslida men ularga suratimni topshirishim kerak ekan. Surat elib olishni unutib qoldik. Suratni pochtadan avatib bersak, ularni menga 1 yillik turish ijozatnomasini pochta orqali yo'llab berdigan bo'ldi. Hamma ish 15 minut ichida tugagandi. Bu yerda ish bajarish shundoq oson-kan. Xodimlar prinsipga uyg'un shart ostida hojatmanlarga qulaylik yoritib berishga tirishadi ekan. Xonalar va xodimlar ko'rinib turg'ashqa, xizmat davomida bir-biri bilan osonla hamkorlashib, vaqt so'zilib ketmaydi ekan. Mana bu hozirgi zamonga xos echib etilgan sistemadagi ishxona qurilmasi. Bundaq ishxonada xodimlar bir-biriga ko'rinib turadi. Kirish chiqish o'ng'ay, naq maydonda hozir javob kengash kelib oladi. Xususiy ish qilishga o'rin qolmaydi. Har bir ishxona ayrim bir qo'rg'on sifatida bir-biridan qilin tam mazmut ishik, surlik to'richilik bilan ayrilib turganda darajalar ora aloqa faqat buyruq bilan yurishadi. İşxanalar arasidagi aloqa uchun talay vaqtlar sarf bo'ladi. Yakubadagi bundaq ishxona stili menga yoqdi. U oshkora va ochiq yo'riq bo'lishdan derak berib turadi. Kutish shirasining oldida turgan puxra o'zining insonlik g'ururi bilan qonun bergan imtiyozdan to'solg'usiz bahramon bo'ladi ekan. Xodimlar va puxralar o'ttirisidagi aloqada odamgarchilik bilan prinsip o'zaro zidlashmagan edi. Haftadan keyin pochta orqali 1 yillik Yaponiyada turish ijozatnomasini topshirib oldim. Men uning bilan kutubxonalarga kiralaydi ekanman. 2002 yili 8 ayning 24-kuni Tatsuno Kochi yezilik hukumatning qurilganlik xotirasi munosabati bilan 21-qatimliq bayram o'tkazildi. Aytilishicha, bu 54 yillik xotira ekan. Hukumat atrofidagi rastalar, chiroqlar, panuslar bilan bezalgan. Texi shu kunlar tuzilgan bozordan yemak-ichmak savdosi qizib ketgan.
Mazkur yurtdan chiqqan mashhur cho'lponlar bu murosimga alohida taklif qilingan. Ular naqshi o'qishdi. Bu yil tanlangan yurt güzelining usullari namoyish qilindi. Orqadan 1000 dan ortiq kishining dog'idug'liq milliy usuli boshlandi. Bu bir xil an'anaviy usul bo'lib, Jonkara Odori deyiladi ekan. Usulchilar sepining uzunligi 1 kilometrdan oshsa kerak deb o'yladim. Yezi tavasidagi har bir kollektiv yoki organ bir guruhi bo'lib, ularning kiyim-kechaklari o'zgacha edi. Lekin hammasilar yaponcha milliy kiyimlardan edi. Guruhi sepining oldida mong'ollarning qo'lida panus bo'lib, uningga ularning tabaligi yozilgan. Usulchilar sepi Yakobaning oldidagi yo'lda uzunchoq ellips shaklida aylanishdi. Bu usulning harakatida o'zgarish ko'p bo'lmaydi ekan. Bir xil harakatni 2 soatcha davomlashtirish oson emas. Harakat bir xil ritmda bo'lib, zerikishlik emas degala bo'lmaydi. Lekin bu g'oyat zo'r usulchilar sepidagi har bir shaxs usulni boshdan oxir bir xil qizg'inlik ichida astoydil o'ynadi. Ularning harakatida sun'iylik, abdida bezorlik yo'q edi. Mana bu Yapon millatining ruhidagi kollektivga bo'lgan sadoqatmanlik, intizom va sabrchanlik. Yapon xalqi nima uchun egilikdan muvaffaqiyat qozondi deb so'rasa, mundaq bir variantda javob berishga bo'ladi. Chunki ular har bir kichik ishda astoydil, sabrchan va puxta. Kollektiv hamkorlik, tashkiliy mustahkamlik, tartib, fidokorlik qatorliq xususiyatlar tuzuk narsa chiqmaydigan so'zinchoq oroldagi bu xalqni g'oliblik tantanasiga erishtirgan. Shanxay Desun Hazorat tadqiqoti o'rnining boshlig'i Sao Shijao apandi o'zining Hazoriy strategiya yoki kultur strategiyasi nomli asarida qiziqarli bir hikoyani bayon qiladi. Angliya, Germaniya, Yaponiya qatorliq 3 davlatning dengiz armiya generallari paranglashib etib, hammasi o'z qismlarining intizomining qattiqligi, askarlarning buyruqqa qattiq bo'ysunadiganligi haqida rosa maqtanibdi. Shuning bilan Germaniyalik general bo'ldi talashmanglar. Men sizlarga Germaniyaliklarning buyruqqa qandoq bo'ysunadiganligini ko'rsatib qo'yay, debdi-da, askarni 10 metr egizlikdagi mashtaga chiqib, chospagandan keyin o'zini dengizga tashlashga buyuribdi. Germaniyalik askar lomjim demay buyruqni ijro qildi. Orqadan Yaponiyalik general o'zining bir askariga 20 metrlik mashtaga chiqib 2 qatim chos berib, ondan o'zini dengizga tashlashni buyuribdi. Yaponiya askari darhol ijro qildi. Angliyalik general o'ltirgan peti bir askarga buyuribdi. Sen 30 metr egizlikdagi mashtaga chiqib 3 qatim chos berib, ondan o'zingni dengizga at. Angliya askari buningga javoban mundaq debdi. Boshliq, bu harbiy vazifami? Agar undaq bo'lmasa, jangchilarning hayotiga chaqchaq qilmang. Shuning bilan Angliyalik general bo'ldi qilishga majbur bo'ldi. Yaponiya askarlarida samuray ruhining ta'siri kuchli bo'lib, ular buyruqqa bo'ysunish bilan birga buyruqni aktiv tashabbuskorlik bilan ijro qiladi. Ikkinchi dunyo urushida Yaponiya aeroplanlari tashlagan bombalarning o't kuchi Amerika aviamatkasini portlatishga ojizlik qilib qolgan. Shuning bilan Yaponlar Amerika aviamatkasining turxiniga aeroplan bilan sho'ng'ib kirib, bombani bevosita tashlagan. Bu hol samuray ruhidagi ma'lum faoliyat mezonini belgilaydigan huquq aqldan keladi. Urush qilishga tegishli bo'lsa urush qilish kerak. Qurbon berishga tegishli bo'lsa qurbon berish kerak.
buningdan yanmaslik kerak degan moddalar bilan tamoman birdek edi. Agar bir Uyg'ur askari bugungi kunda o'zini boshqaradigan generaldan yuqoriqidek buyruqni anglasa, xushalliqidan og'aynilariga telefon berib, "Menga amal tegdi, oqshomliqqa so'rin tuzib meni haroq bilan tabriklanglar" deyishi mumkin. Uyg'urlar bir-birini mehmonga ko'p chaqirishadi. Lekin mehmon hamishadagidek chaqirilgan joyga 10-20 minut kechikib berishni ravo ko'radi. Bundaq qilganda ular sohibxonaning oran turibdikanmi nima deb kelishining oldini olalaydi. Biz bir yerga chaqirilmay qolsak bearam bo'lib ketamiz. Agar chaqirilib qolsak, kibrimizni sipoyi yo'llar bilan ko'zitib qo'ymasak, puxadan chiqmaymiz. Odatda mehmonlari soat 4 ga chaqirilgan to'ylarimiz soat 7:30-8 larda boshlanadi. Kechikish Uyg'urlarning qilich bisida turib o'ynagan taqdir usuli. Qaramoqqa bu kichik ish hisoblanadi. Lekin kichik bir ishga qilingan muomaladan bir odamning, hatto bir millatning qimmat qarashini ko'gilib oladi. Tatsunu Kochi yeziliq hukumat markazida ko'rgan bir oqshomlik manzara meni o'zimizdagi anqovliqlar haqida bir qator o'ylarga soldi. Agar Yaponlardagi samimiylik va astoydillik bizning hozirgi zamon kishilarimizda bo'lgan bo'lsa, qandoq bilan ish bo'ladi ha dedim ichimda. Tatsunu Kochi bir yezi bo'lsa-mu, uning ommaviy madaniyat aslahalari mukammal va to'liq ekan. Bu atroflarda har xil klublar, suv uzish ko'llari ko'pkan. Men bolalarim Yaponiyaga yetib kelgandan keyin bog'chig'imni berib baqdim. Bog'chiga kirish haqqini topshirdi ekanmiz. Bog'chiga kirib bo'lgandan keyin har bir bo'lak uchun qayta haq topshiradigan ish yo'q ekan. Kichik bir yeziga tava bog'chidagi hayvon va o'simliklarning turi Urumchi hayvonot bog'chisininkidan ko'p edi. Bog'chiga kirish haqqimi intayin arzonkan. Bu atrofda yana orshang intayin ko'pkan. Men kirgan orshang shundoqmi bilmadim, umuman qerilar orshangga cho'milgili keladi ekan. Orshangning ichiga kirgandan keyin avval munjida pokiz yuyinadi ekanmiz. Ondan badanimizni surtib etib, orshangning puruqlab turgan suyiga tushidi ekanmiz. Orshangning suyi so'p-suzuk bo'lib, bulduqlab o'rlab turadi. Suzuk aynak tam orshangning suv ko'lchikini tashqari bilan ayirib turadi. Aynakdan qarasangiz sirtning sovuq havo elkidagi judunliq holati. Lekin aynakning bu tarafida o'rlanib turgan issiq orshang suyi. Bu hol sizda tabiat bilan qo'shilish hissiyoti paydo qiladi. Orshanga cho'milgichilarning mendan boshqasi qeyrlar desammi bo'ladi. Haras, yeshi mendan sal cho'ng keladigan ikkilamni bodaq qiladi. Kishilar onadan tug'ma holda yalang'och edi. Ular shakli o'zgarib, bilan yo'qning orliqida bo'lib ketgan go'sht xaltalarni chatlarga qistirishgan holda orshang ko'lchiki atrofida bemalol mengib yurishadi. O'zaro paranglashadi. Ular bu jihatda padishab deganni surishtirib ketmasi kerak. Bizning kishilarimiz ularning qoramiga kelganda o'zaro tangtushlar, farzandlar o'ttirisidagi padishabga alohida ahamiyat beradi. Hamma nimasi oshkora bundoq yurish ni sat, ni nomus. Ba'zi qeyrlarning qovurg'illari ko'rinib qolgan. Yo'tillarning go'shi qo'rilib chaplashib ketgan. Kosillari solishib xaltalashgan edi. Ular kvajab turgan suvda goh laylaydi, goh mang'atdi. Ba'zilari bir yerga kelishib, orshang suyini mo'rillariga quyishqach paranglashadi.
Bu manzara Yaponiya yozuvchisi Kawabata Yasunarining Uyqudagi Sahib Jamal nomli povestini esimga soldi. Asarda bir qeri maxsus bir mulozimatxonaga kirib, Yumron Sahib Jamallar bilan birga yotadi. Buvayga hamroh bo'lib yotgan Sahib Jamal tun bo'yi uxlab chiqadi. Buvay uning husni va puriqidan bahramand bo'lib yotadi. Boshqa taraflardan uningga chiqilmaydi. Bu hol menga cheksiz tanholik ichidagi Buvay uchun birdan bir tasallidek bilingan edi. Bu manzara Buvayning ma'naviyatidagi g'ariblikni texmi echib tashlagandek ko'rindi. Yaponiyaning Sahib Jamallar madaniyati haqiqatan g'alati bo'lsa kerak. Orada men internetdan Sahib Jamal ziyofatiga oid bir ikki parcha maqolani ko'rgan edim. U maqolalarni saqlab qo'yman deb vaqtida shundoq qilolmay, oxiri uningga muvaffaq bo'lolmadim. Esimda qolishicha, eng chiroyli norasida qizning birini tepib, badallarini pokiz yuyib, xushpuroq bo'yimlarni suradi ekan. Qizning ma'naviyatini pokizlaydigan bir qator jarayonlarni ishlaydi ekan. Hamma tayyorlik bitgandan keyin qiz rangarang gullar, sadab ranglik tosh, yumron notalar orasiga yalang'och peti yotqiziladi ekan. Ko'zlarini yumib tinch va baxudik yotgan qizning badallaridagi suzuklik va latofat kishini mahliyo qilish bilan birga badanidan chiqqan xushpuroq dimoqlarni g'idiqlaydi ekan. Qizning ko'ksiga jalbkor rasm va shakllar chekiladi ekan. Yuzi, ko'ksi, yo'tisi va nuqtasiga har xil g'izolat chiziladi ekan. Mehmonlar ulardan bahramand bo'ladi ekan. Qiz badanining har bir bo'lagidan elib yeyilgan g'izoning tuyg'usi farqli bo'ladi ekan. Bundaq ziyofatni katta puldarlar o'zining yaqinlarini chaqirib o'tkazadi ekan. Uningga daxil bo'lganlarmi o'zini alohida iltifotdan bahramand bo'ldim deb hisoblashar ekan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Yaponiyaning tuyg'uni g'idiqlab, hayvoniy ishtahani o'rlatadigan bu xil madaniyati Junguning Kunming shahrida paydo bo'ldi. Yosullarning hammasi Yaponiya andizasi bo'yicha ep berilibdi. Million xalq puli badaliga bu xil ziyofatga daxil bo'ladi ekan. Kishilar bundaq ziyofatni ijtimoiy axloq nuqtasidan tanqid qilishib, jiq qo'lg'uli yuz beribdi. Jungo bilan Yaponiyaning har ikkisi Sharqi Osiyo davlati. Kungzining ruhi har ikkisining madaniyat orqi ko'rinishi bo'lib hisoblanadi. Kungzi ta'limoti garchi bir qism kishilar tarafidan din deb qaralayotgan bo'lsa-mu, uningda ilohiy muqaddaslik yo'q. Mukammal sistema tusi olgan ilohiy belgilamalar va qonunlar yo'q hisobda. Kungzi ta'limotini agar bir xil din deyishga to'g'ri kelsa, u jamiyatning tartibiga doir real talabni chiqish qilgan ideologiya sistemasi bo'lib, uningda Xudoning nufuzi kuchli emas. Shunga Kungzining vaz-nasihatlari feodal xon podsholarning elni idora qilishdagi yaxshi quroli bo'lib keldi. Hokimiyat tuzilmasi va daraja munosabatlariga o'zlashib ketgan Kungzi ruhi sulolalarning almashib turishi, lekin ijtimoiy tuzilmaning o'zgarmay turishi natijasida oddiy xalqlarning ruhida cho'nqur iznalarni qoldirgan. Kungzi ta'limotidagi foniyatchil aqidalar podsholar va bag'to'rlarning puhroga qaratgan programmalari bo'lib, puhrolar ularga amal qilmasa, jamiyat tarafidan ayblangan yoki jazolangan. Ammo puldorlar va mansabdorlar o'zlarining ustun ijtimoiy o'rnida turib, u xil aqidalarga amal qilmasa bo'lavergan. Shundoq qilib, Kungzi ta'limoti har qaysi sulolalarning puttirab turishidagi ijtimoiy ideologiyaga aylanib, bağan siri o'zining madorachilik xususiyatini beyitib bağan. Garchi oddiy kishilar Kungzi aqidasiga muxolif ishlarni ayblasa-mu, ularni bag'to'rlarga aylansa, Kungzi aqidasini o'zlarini o'rashdagi vositaga aylantirib qo'ydi. Demak, Kungzicha axloq oddiy kishilarning orasida o'zining o'rnini topadi. Yuqori qatlam kishilarning orasida bo'lsa, faqat takallub iboralariga aylanib qoladi. Sahib Jamal ziyofati Kungzi ta'limotini muhim mazmun qilgan Sharqi Osiyo qimmat qarashidagi kishilarning bu dunyoning halovati oldidagi ijodkor holatini ko'rsatib beradi. Bundaq chaqda Kungzicha axloq ziyofat zalining sirtida turib turadi. Qachon u oqso'ngaklarga lozim bo'lsa chaqiriladi.
Bizning Tatsuno ko'chi yezisidan izlaydiganimiz oz emas. Bu yerda mening diqqatimni tortgan mundoq bir ish bor. Buni anglab qo'yishga haqiqatan arziydi. Bu yerda xalqaro madaniyat almashtirish komiteti deydigan maxsus bir organ bor ekan. Odatda bundoq organlar har bir shahar, rayon va yezalarda o'z darajasiga beqib bo'ladi ekan. Bu o'rinning funksiyasi bu yerdagi kishilarning boshqa davlatlardagi kishilar bilan uchrashish, tushunish hosil qilishi uchun foydali fursatlarni yaratish va bunga doir har xil ommaviy faoliyatlarni tashkillashgan. Bu organda chet eldan kelgan madaniyat almashtirish xodimi bo'lib, 2 yil turib maxsus shu xil vazifani o'taydi ekan. 2 yillik vazifa oxirlashgandan keyin uning o'rniga boshqa bir davlatdan yangi xodim keladi ekan. Ular yosh, jo'shqin bo'lib, sohibxona davlatning tilini yaxshi biladi ekan. Bu xodimlar o'z davlatidagi o'zi turishlik joy bilan hozir xizmat qilayotgan joydagi odamlarning bodi kaldisini ravonlashtirish, madaniyat almashtirish va tushunish ib berishiga mas'ul bo'ladi ekan. Shuning bilan turkum sayohatchilar to'pi yana bir davlatning o'zlari munosabat o'rnatgan o'rinlarga berib, u yerning kishilari bilan uchrashadi ekan. U davlatning odamlarimi bu yerga kelishidi ekan. İki tarafning odamlari birlikda o'yin ko'rsatish, urf-odat tonishtirish, tamoq etishni o'rganish faoliyatlarini o'tkazadi ekan. Bu ishlarning hammasi madaniyat almashtirish xodimining planlashi orqasida bo'ladi ekan. Bu xodim yana bolalarga til o'rgatadi ekan. O'zining yurtining siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, ma'arif ahvolini, tarixini tanishtiradi ekan. Odatda to'liq o'rta maktab o'quvchilari u davlatga chiqib vaqtliq mehmon bo'lib turadi ekan. U tarafning o'quvchilari bu davlatga kelib turadi ekan. Bu jarayonda o'quvchilar yot davlat kishilarining tili, urf-odati, iqlimi, yashash shakli, psixikasi haqida bevosita bilimlarga ega bo'lib, kichikidan tortib yoqi yurtlarga moslashib yashay oladigan iqtidorga ega bo'ladi ekan. Mening his qilishimcha, Miyatakida men uchratgan kishilarning turqi va kayfiyati yezi odamlarga o'xshamaydi. Ularda bekinma rayon kishilarida bo'ladigan yotsirash, yitirqash, gangirash, o'ziga ishonmaslik, yotlarga haddidan ziyoda qoyil bo'lish, hamma narsaga hayronlik bilan qarash kabi ruhiy illatlar yo'q edi. Amaliyotda g'ayvatxo'rlik, fitnaxo'rlik, chekimchilik, hasadxo'rlik, yurtvozlik qatorliq illatlar faqat tuzuk jahon ko'rmagan bekinma rayon kishilarida ko'p bo'ladi. Ularda yot iqlimdagi yot millatlarning o'zgacha yashash odatlari, xulq mijozi, diniy e'tiqodi, savdo setiklari haqida ozoda paranglashishdan keladigan lazzat tuyg'usi, tili, rangi o'xshamaydigan kishilar bilan insoniy barobarlik tuturib fikr almashtirishdan tug'iladigan hurlik tuyg'usi kam bo'ladi. Odam jahonning o'xshamagan iqlimlarini qancha ko'p ko'rsa, u yerning kishilari bilan qancha ko'p aralashsa, odam bo'lish yo'llari va fikr qilish usullari haqida shuncha mo'l bilimga erishadi. Miyataki ko'chalarda ketayotganimda oldimga uchragan har bir bola menga salom berib o'tdi. Salom sizlarga Miyatakidagi omoq bolalar. Sizlarning salominglarni seg'inib qoldim. Salom qilishning kishilik turmushdagi xosiyati haqida bizning bolalarga sizlarni misol keltirib so'zlab berdim.